Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muhtaram qarindoshlar. Texnikalik masala sababi bilan biroz kech qolgan bo'ldik. Bugun deyishganimizdek bizningki jiddiy butun davlatlarda elib berilayotgan xizmatlarning birisi bo'lgan imzo masalasi to'g'risida bir programma qilayli deb ovozni bir tekshiruvdi. Bu yerda Avustraliyadan Umid Musaboyev efendi bilan birlikda programma qilyapmiz. Oldi bilan qarindoshlarimizningki bizning e'lonimizga yozgan inkoslarga rahmat aytaman, ammo bir narsani deb qo'ysam, biroz ko'nglimiz buzilgan ahvollar bo'layotdi. Aziz qarindoshlar, samimiyatim bilan shuni deyman. Ishonsanglar, degan biz nashta qilgancha hozirgacha soat miyada 7:30 bo'ldi. Bu programmaning oldida bo'lsa kompyuterning oldida o'tiryapmiz. Bizni uzmaslikinglarni, biroz hurmat qilishinglarni, bu emgigimizni boshqa yoqqa ketmaslikinglarni umid qilaman. Samimiyatim bilan shuni deyman aziz qarindoshlar, 15 kundan beri Xitoy rasman hujumga o'tib, bizning oramizga buzg'unchilik silish uchun, tashkilotlar orasiga buzg'unchilik silish uchun dunyoning har qaysi yerlaridagi odamlarni sistemlashtirib hujumga, fitna fasodga, gap so'zga, til haqoratga o'tdi. Buningdan xabarimiz bor turib, buni biz bilib turib, bularning o'yiniga kelib, nemishqiki aytavur oddiy bir narsalarni murakkablashtirib, normal biz suhbat ilib boraylik deb o'tirg'a chiqayotgan va bu imzoning ahamiyatini taxmin tushuntirib, buningdan keyingi imzo faoliyatlarimizni taxmin kuchaytiramiz deb buni maqsad qilib bir program ilib boraylik desak, hammalar buni Solih qarindishimiz bilan bizning oramizga bir ziddiyat shaklida ko'rsatishga urinayotgan, Solih bilan qurultay o'tirsida bir ziddiyat ko'rsatishga tirishayotgan, bu imzo sening, mening deyishayotgan, bu imzo hech kimning emas qarindoshlar. Bu imzo butun Sharq Turkiston xalqining, chet elda yashayotgan muhojirlarning. Uning uchun bu imzoni Solih boshlatgan, bu imzoni Nurgul Savut boshlatgan yoki palonchi boshlatgan, po'konchi egobtu, palonchi mandaq qilibdi degan mandaq bir-birimizning orasiga ziddiyat soladigan so'zlarni qilmasanglar, aziz qarindoshlar, emgaklarimizni hurmat qilsanglar, biz bu yerga ziddiyat qilish uchun chiqmadik. Bu faoliyatni qanday qilgan vaqtida texmo kuchaytimiz, texmo yaxshiga ilib boramiz deb bu programmani qilyapmiz. Maqsadimiz shu. Hergizmi palonchining imzo faoliyatini po'konchi qilibdi, po'konchining imzo faoliyatini palonchi mandaq qilibdi yoki ma imzo faoliyatiga palonchi ega bo'lyapti deb mandaq xato gaplarni chiqarmayli. Solihni qurultay qo'llamabdi ekan, Sharq Turkiston surgun hukumati jinoyat debdi ekan, telefon qilib Yaponiyaga manda debdi ekan deb Solih bilan qurultay bilan yoki yana bir kimlar bilan o'ttirimizga ziddiyat soladigan Xitoyning odamlarining so'zlarini bu yerga to'shimayli aziz qarindoshlar. Ammo Xitoyning odamlari rasman 2 haftadan beri ishga tushib, bu shunday fursatlardan foydalanib, palonchining imzosi, po'konchininki boshlatgan degandek xalqdan orib o'tishga va bir-birimizga fitnaga selishga nim qilyapti. Bizning ko'zimiz ochiq, dilimiz o'yg'oq aziz qarindoshlar, biz undaq fitnaga tushmaymiz. Har qanday inson bo'lsa, ya'ni aramizga fitna soladigan, tashkilotlarni bir-biriga soladigan, tashkilotlar o'rtasida ziddiyat paydo qilishga tirishadigan, tashkilotlarga tuhmat chaplaydigan, raislarga tuhmat chaplaydigan, Solih bilan tashkilotlar o'rtasida ziddiyat soladigan va u qarindishimiz bilan, inimiz bilan tashkilot raislarining o'rtasida gap to'shib, uningga buningga dushmanlashtiradigan mandaq masalalarni o'tirg'a olib chiqqan xoinlarni biz kuzatyapmiz. Hozir bir qancha shaxs kuzatilyapti. Bir qancha demay, bir qismi demay, pek oz sondagi kishilarningki Xitoy oilasini go'ro'ga elib olish orqali tashkilotlar orasiga suxanchilik qilsa, ularga dushmanlik solsa deb qilayotganligini sezyapmiz. Men buni bugun bu yerda oshkorlayman va bular tekshirilyapti. Yaqindan diqqat qilyapmiz. Ularningki tuqqanlarni go'ro'ga ilib so'zlashsimi, biz buni qarshi tura olamiz, qarshi kela olamiz, balkim u qarindoshlarimizni qutuldirib olamiz. Balkim amalsizlikdan Xitoyningki deb degizayotgan so'zlarni deyotgan bo'lish mumkin va yoki
mani o'qu deb yozib bergan maqolalarini Xitoyninki o'qitayotgan bo'lishi mumkin. Chet elda shaxsiy xizmat qilayotgan va yoki tashkiliy xizmat qilayotgan insonlarni qaralab gap qilayotgan shaxslar tekshirilyotdi qarindoshlar. APS tekshirilyotdi, kim bilan aloqa qilyotdi, Xitoy bilan qanday aloqa qilyotdi. Pat arada hammasi suv yuziga chiqadi inshaalloh. Shunga bizning aramizga bundaq narsalarni deb bizni texmi rahatsiz qilib qilsanglar biz ba'zida bardoshlik berolmay qoldik ekanmiz. Allohga ishonsanglar, nashta qilgancha hozir kech soat 7:20 bo'ldi. Beshimiz qiyib turdi. Mushuning ustiga bizni ziddiyatga salomsizlar bir qism insonlar, aziz qarindoshlar. Biz bu yerda Solih bilan qarshilashqili yoki imzoni sen boshlatgandan men qilib olay, men qilganni sen qilib olgin deb bu imzo kimning, vatanning imzosi bu, hech kimning imzosi emas bu. Faqat boshlatgan vosita bo'lgan qarindoshlarga rahmatimizni bildiramiz, Solihga rahmatimizni bildiramiz, Nurgul xonim rahmatimizni bildiramiz va hozir Aynur xonim İstanbul'da kechkunduz 2-3 kundan beri yo'llarda to'saq qo'yib Türklarni buningga nim qilyapti, 15 ming imzoni qo'ydiryapti. Uningga rahmatimizni bildiramiz. Uningdan boshqa men taqitiyotimi Gollandiyada butun jamining oldiga kirib va uningdan boshqa nurg'un shaxslar kelib buni taqitiyotdi. Bu ma'lum bir insonga mansub bo'lgan sharaf emas bu. Faqat biz bugun bu yerda bu imzo qanday faoliyat, buning ahamiyati nima? Bu Avustraliyada 10 ming kishilik imzo başlatilgan buning natijasi qanday bo'lyapti? Bir normal ko'nglimiz bilan bir nim qilib chiqayli, faoliyat qilib chiqayli, bir suhbat olib chiqayli desak, buni siyosatga ko'tarib, buni dushmanlikka ko'tarib, palonchi boshlatgan imzo tursa, nemishqa u chiqib so'zlamay boshqa so'zlaydi deb mandaq ilqi murakkablashtirmaylik qarindoshlar ya. 100 ming kishilik imzo boshlandi. Alloh rozi bo'lsin shu qarindishimizdan. Nurg'un qarindoshlar buni kuchaytirdi. Tumaris xonim Amerikada kuchaytirdi. Uningdan boshqa qarindoshlar kuchaytirdi. Masalan, Ruqiya xonim kuchaytirdi. Ve biz tilga olmagan nurg'un qarindoshlar bor bu yerda kuchaytirdi. Bu bir odamning shaxsiy yanchiqidagi puli emas, qog'ozi emas, imzosi emas bu. Tamg'isi emas bu aziz qarindoshlar. So'ng men qo'saq och biroz so'zlab qoldim. Ekranimizda Avustraliyadan mustaqil tadqiqotchi qarindishimiz bir qancha qitim o'zining suhbatlar orqali bizning xalqimizga siyosiy masalalarni oydinlashtirishga tirishgan qarindishimiz Umid Musaboyev qarindishimiz bor. Bu qarindishimiz bilan bugun biz bu imzo to'plashninki qanday boshlangan, nelarga bordi, nima bo'lmoqchi degandek masalalarda javob olaman. Hem bahrilanglar qarindoshlar, emgekimiz dunyoga taralsın, texim ko'p kishilar ko'rsin, texim ko'p kishilar bilsin, dushmanimiz acaba bular Xitoyga qarshi mushundaq xizmatlarni qilib ketaymi deb yuragi og'risin, do'stlarimiz xushal bo'lsin, ham bahrilanglar, texim ko'p insonlar bilan birlikda biz bu yerda suhbat olib boraylik. Ekranimizda telefon nomerimiz bor, har qanday insonninki g'aybat qilmasdan naq maydonga telefon qilib telefon qilsa bo'ladi, qanday savoli bo'lsa so'rasa bo'ladi, qanday fikr bo'lsa o'tirib qo'ysa bo'ladi. Solih qarindishimizga telefon ochib men ulasholmadim va xat yozdim, ulasholmadim. Bu necha kunning oldidan tortib maslahatlashayotgan bir nim bo'lganligi uchun unchalar o'ylab ketmabdi ekanman men bu ishni, bu sizlarning bunday ko'ngil bo'lib ketganligingni. Normaldan bir imzo faoliyati kishilarga bildiraylik, taxim chiq insonlar imzo olsin degan maqsadda nim qilsak bugun ishlar murakkablashib ketdi. Solih qarindishimiz bilan aloqa qilolmadim. Agar aloqasi yaqin qarindoshlar bo'lsa, telefon qilib nim qilsanglar naq maydon qatnashsa bo'ladi. Men taklif qilaman bu yerdan. Taklif qilish bizga ig'ir kelmaydi qarindoshlar. Biz vatan millatning xizmatini qilgan har qanday bir insonning qo'liga suv quyib beradigan insonlar biz. Biz palonchiga gap qilmayman, po'kunchi bilan adovatim bor ya palonchini qarib qo'yib po'kunchi bilan suhbat qilaman deydigan ikron emas bu. Kim ikronga chiqsa bo'ladi? Ikki shartimiz bor. Birisi tashkilotlar orasiga dushmanlik qilmaslik lozim, dushmanlik solmaslik lozim. Ikkinchisi xoin bo'lmagan og'izdan haqorat so'zi chiqmasligi lozim. Haqorat so'zi. Palonchi, oqchi, ko'kchi deb so'zlarni ishlatsa bizning ikronimiz u kishiga taqilib qoladi. Ammo haqorat so'z ishlatmagan har qanday inson ikronimizga
telefon qilsa bo'ladi, chiqsa bo'ladi, so'zlasa bo'ladi. Biz ochiq sizlarga nima uchun keynimizdan bir qism insonlar mushundaq odamni rahatsiz qildigan qilib bu imzoni soliy boshlatgan tursa, boshqa odam chiqib so'zlamdi. Qarindoshlar, hamma odam chiqib so'zlasa bo'ladi. Hamma odam. Salih qarindishimizdan Alloh rozi bo'lsin. Qo'llaymiz. Men imzo atdim, Salih qarindishimiz Alloh ustimizda. Biz qo'llaganligimiz uchun imzo atyapmiz. Men imzoning nimasini olib masjidning oldida tanglatimiz aziz qarindoshlar, bu yerda dushmanlik qilmanglar, bir-birimizga dushmanlik solmanglar. Hech adovatimiz yo'q bizning Salih bilan. Chiqiblar bu yerda Umid qarindishim, meni kechirasiz. Chiqiblar Salihni chaqamay boshqani chaqirib, bundaq gaplar bo'lmaydi. Bizning aramizga düşmanlik sağın qarindoshlarni biz apo qilmaymiz. Umid qarindishim, so'z sizda. Assalomu alaykum. Ikramimiz xush keldingiz. Va alaykum assalom Husayn ustoz. Assalomu alaykum qarindoshlar. Hammalarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Men oldi bilan yana kameraga chiqmoqda deb qilishi mumkin qarindoshlar. Qarindoshlar to'g'ri tushuninglar. Bizning soat hozir sahar bo'lay dedi. Ve ben gececi okumayınca bu programa çıkan vaqtlarimda tayyorlik qilmay gececi okumayman. Albatta. Shuning uchun bu kesoat ishga olgan vaqtida kamerani ichib men o'rtasam epsiz o'rganman Avstraliyaga. Uning ustiga men davomli xalqimizning tushunishiga asorat bo'lsin deb bir ko'zni oldiga bir projekt bilan chiqayotgashqa uni tayyorlik qilib men qilishga yana keyinda qoldim. Buni to'g'ri tushuninglar, chunki men Avstraliyaning vaqti bekletay turgan. İkinci olup da tılganmak çoğunun rastın desem bu imza işi doğruluk ve 2-3 yaptığını aldı da siz bilen bir programı kılımız değişken top ustaz. Hoş. Ama vakti işimizden vakti doğru kemmigendi. Siz Peyşembe dediniz, Menşembe dedim. Çünkü kılamay kalın. Asli buruluk kılmak çıktık. Yani bu Salih'in imzası, yani bir neresi imza o manca degen bu otursa da Ümit Məlim Mişel sözünüzü kesip ötüme. Ma qarindoshlar yazg'ultudi. Burun bu programma qilganmiz deb. Ko'zinglarni qarindoshlar Allohdan qo'rqinglar. Her bir programmada mushu imzo başlatilgandan tortib. Men imzoninki gapini bütün adamlardan so'ratman, da'vatman. Hamma adamga. Uningdan keyin 5-6 programma bo'ldi. Mana mushu ekranning ustida qarasanglar, imza qo'yish harakatida har bir Sharq Turkistonlikningki imza qo'yish majburiyati bor deb men buni tashviq qilyapman. Mandaq odamlarga tuhmat chaplamanglar. Imza to'g'riliq biz gap qilmagan tunigin Erkin Akram apandim bilan imzo to'g'riliq gap qilishdik. Hamma odam bilan gap qilishyapmiz bu yerda imzoni. Biz tashviq qilyapmiz. Xo'sh, so'z sizda. Kechirsiz, men uxlab qolay dedim rostdan desam. Shuning uchun biroz vaqt meni yo'qib ketyapti. Endi mushu imza mavud Salihninki nemisini tortib olgan bo'ldi degan qarindoshlarmi bordi, balkim xato tushungan. Ham Xitoyning to'rnikendagi qog'oz yo'lboshlariga mening deydiganim, sizlar Salihni tillayotganda men Salihning namoyishini qo'llab Yevropadagi bolalar chiqinglar deb Salihning namoyishini qo'llagan. Chunki u namoyishi boshlangan vaqtida parlamentlarning oldiga chiqishda muhim, to'g'ri deb qaraganligim uchun qo'llagan. Men qandaqdir birsiga dushman, birsiga yana bir narsa degan narsalar menda yo'q. Shuning uchun Salih bilan meni dushman qilib, yo Salihni menga qarshi qo'lidagi qurol qilib o'ynayman deganlarmi qanqiyal qilmasin, uningga Salihmi menmi tushmaymiz unda o'yinga. Shuning uchun ham bu imzoning ishi to'g'riliq. Aldı bilen hammalar qarindoshlarımızdan hammasidan pul kitapçıları çaplışıp xatizib qilib aldırıp qiziqqanlik qilmasdan bir o'rindiqqa o'zini tashlab erkin azoda o'tirib bir avval nemish bo'layotganini, bir nima deydiganligimizni, nemish bo'lganligini men bir anlasam qarindoshlar. Onun keyninden anadaki nemimiz soğukkanlıkla bir oyluş bakaydı. Ben nem demekçi yani. Değiştim burun onda kalayımkancılık ne okuyup getiş o bir bunda medeni söhbet emez o. Şunun için başlasam bulamdı usta. Buladı yarım saat özümüzün düşündürüşleri ötep gitti. Bu halkımızga özümüz yürkümüzni düşündürüp ötep gidiyor okşayımız ömür boyu. Hoş. Şunun için emdi geldik bu
Meyli qaysi devlet olsa Amerika emas, bu parlamentlarda yoki hukumatlarga qarata imzo to'plash. Undan burun change.org degan internetlarda imzo to'plashlar bo'lgan. Ammo mening hozir ko'z tutganim parlamentlar yoki hukumatlarning rasmiy betida imzo to'plash qanday boshlandi deganda, men bu kim bu sepning ichiga kirganligim uchun bularni bilmayman. Oldi bilan Avstraliyadan chiqdi bunday bilasizlar. Avstraliyada qanday boshlandi deganda, Nurgul Saud xonim va Avstraliyada ikki tashkilot bor. Sidneyda Avstraliya Uyg'ur jamiyati va Adelaide shahrida Avstraliya Sharq Turkiston jamiyati bor. Ikki tashkilotning raisi ve Nurgül Saud Hanım üçü birle maslahatlashib planlab muştaq imzo to'plash faoliyati bo'lsa bo'lsa degan qaror bilan chiqqan ish bu. Ikkala tashkilotning raislari bevosita. Ondan keyin bu Avstraliyadagi imzo to'plash boshlangandan keyin kimlar qatnashdi desak, ikki tashkilot Sidney shahrida Avstraliya Uyg'ur tashkiloti, Uyg'ur jamiyati, Adelaide shahrida Avstraliya Sharq Turkiston jamiyati ve fidoyilar. Endi bu ikki tashkilotning bu xizmat uchun qilgan to'kkan terini, qilgan ajrini endi inkor qilsak bo'lmaydi. Bu yolg'iz Nurgul Saud xonim boshlagan narsa emas. Buni hozir har qanday kishi shu ikki tashkilotning raisi bilan so'zlashsa, ularning qanchalik jafoliq ishligini balkim ko'rganlarmi bo'lishi mumkin. Ularning videolarini ishlab tarqatib, ya'ni bu ikki resmi bizning angag'uzgan xalqqa vakillik qilgan ikki tashkilotimizning reislarining maslahati bilan bo'lgan ish Avstraliyadagisi. Shundan keyin Avstraliyada nurg'unliq yuzlarcha vatandoshlar xuddi hozir Salih qarindishimizning deymanmi nimasi bir imzo to'plashiga hozir dunyoda qanday kuch chiqarayotgan bo'lsa, butun dunyodagi qarindoshlarimiz bunun Avstraliyadagi qarindoshlarimiz shunday kuch chiqargan va boshqa qarindoshlarmi kuch chiqargan. Shu ba'zi shaxslarmi buni Avstraliyada imzo to'plashni tashviq qilgan. Shuning uchun uni endi bu imzo to'plashni andaq-mandaq desak, necha ming odamning va ikki tashkilotga va necha ming kishiga haqorat qilgan bo'lishimiz uchun buni bilishimiz kerak. Oxirgi natija, Avstraliyadagi natija 11.140 imzo bilan bu parlamentga kirdi. Endi bu imzo to'pladik deb davatimiz. İmza toplangandan keyin nima ish bo'ldi? To'plandi, imzo o'tdi. Ya'ni imzo o'tgandan keyinlar ya Avstraliya yoki Amerika qabulda 100 ming odam yoki 10 ming odam Avstraliyada imzoni to'plabdi, Xitoy hujumni qilaydi demaydi. Ama nima deydi? Bunun foydasi nima? Buni bilib turib qilishimiz kerak-ku. Endi Avstraliyadagi natija nima bo'ldi deganda, 17 sentabr, yani 9-17'si Avam Palatası, Tüven Parlament'ta bu gün tertipki geldi şu 10 mingdan aşkanlığı üçün. Bunun üçün dünyadaki her qarindoshlarımızga, kuch chiqargan qarindoshlarımızga rahmat deyman. Kun tertipki kelgandan keyin mana ismini yozib qo'ygan 5 parlament a'zosi bu vaqtda so'z qildi. Parlamentning ichida so'z qilgandan keyin endi buningdan keyin nima ish bo'ldi desak, bu 5 kişi özünün endişesini oturup koydu ve hükümetini, Avustralya hükümetini bu mesele doğrusunda bir hareketli ötüşke çağırdı. Hem de Avustralya'nın parlament tüzümü için, Avustralya'nın kanunu için bununla hükümetin 90 gün vakti var cevap kaytırdılar. 3 ay. Hem de hükümet bunu cevap kaytırdı deyip biz imzanı topladık. 10 mağra yetti. Hem de hükümet 90 gündeki cevap kaytırırken de yastıkına taraf yatkılı olmaydı. Şunun için biz yani devamlı hareket kılışımız gerek. Mesela Amerika'daki imzamı 100 mingga yetkendan keyin nima ish oldu degani bir o'ylab bakaydı. 100 ming imzo kelibdi deb Trump o bütün farqli kuchlarni avatmaydi u yoqqa. Buni bilishimiz kerak. Bunun keyinidan bir qonuniy bir nima bo'ladi? Bir jarayon bo'ladi. Bu birinchi qadam bu-ku imzoni to'plash. Bunun keyinidan qanday bo'lganini masalan Avstraliyada biz ikkinchi qadamga o'tdik. Maqsad nima desak, endi bu ishlarni qilishdiki.
Məqsəd qeyrindaşlar, hazır bu içilgan kamplarni, lagerlarni Haqaşda bizning qo'limizda bir qancha biz berib birga ishlaydigan bir qancha organ bor. Hı. Bunun birisi Yevropa İttifakı. Bunun birisi Birleşken Devletler Teşkilatı. Bunun yana birisi Şarkı Janubi Asiyodagi Davlatlar Birligi. Bularga orqali biz bularga tonishtirish orqali mushularning kuchi orqali besim ishiltib turib lagerlarni taqash kerak. Hı hı. Shuning uchun ham Dunyo Uyg'ur qurultiyi Yevropa İttifakı bilan ishlayotidi. Birleşken Devletler Teşkilatı bilan ishlayotidi. Birleşken Devletler Teşkilatı'da bu to'g'risida dokladma chiqdi, eminence chiqdi. Yevropa İttifakı yaqinda qaror oldi. Dünya Uyg'ur qurultiyi bu tashkilotlar bilan munosabat qilib ishlayotganda endi bizga qolgani Osiyoning ASEAN degan davlatlar birligi bo'lishi kerak deysizlar. Ammo biz Osiyodagi bir xalqaro tashkilot bo'lmaganligimiz uchun, Hı. masalan, Dünya Uyg'ur qurultiyining Osiyodami boshqa bir xalqaro ta'sir bo'lgan bo'lsa, bu Osiyonda harakat qilgan bo'lsa, texnik yaxshi bo'ladi. Uchini birlashtiradi uchun bu vaqtida Xitoyga rasmiy besim keladi. Endi Avstraliyadagi tashkilotlar unda xalqaro tashkilot bo'lmagandan keyin biz davlat ichida harakat qila olamiz. Hı. Shuning uchun bu yerda qanday qildik deganda, yana bir tanlash 20 davlat gruppasi, ya'ni dunyoning eng taraqqiy qilgan 20 davlati. Biz bu 20 davlatda harakat qo'zg'ash orqali 11 ayning 30 kuni Argentinada 20 davlat boshliqlar yig'ini ochiladi. Hı hı. Bizning maqsadimiz mushu lagerlar masalasini mushu 20 davlat boshliqlar yig'inida Shi Jinpingning yuziga urg'izish amal bor 10 necha davlatda. Hı hı. Men ochiqday. Shuning uchun bu imzo to'plash faqat birinchi qadam. Avval parlab buni bu yerga kelganda qanday qila olamiz degan biz bir 3 bosqichli bundaq bir plan tuzdik, ya'ni qisqa vaqtli strategiya tuzdik. Hı. Bunun birincisi parlamentda diqqat tortish, ya'ni parlament a'zolarining diqqatini tortish, manda ish bor deb. U imzo to'plash orqali bo'ladi. Va imzo to'pladi va diqqat tortildi, parlamentga bu masala kirdi, birinchi qadam tamom. Hı hı. Endi ikkinchi qadam harakatga biz hukumatni majburlashimiz kerak. Chunki Avstraliya hukumati Avstraliyaning ahvolimi Turkiyanikidan jiq farqlanmaydi. Hı hı. Demokratik va erkinlik bo'lgani bilan tashqi siyosatdan qarasangiz Avstraliyami Xitoyga iqtisod jihatdan bog'liq. Avstraliyaning eng chong savdo sherigi Xitoy. Hı hı. Shuning uchun hukumat bu Xitoyga chiqib bevosita besim ishlatmaydi. Endi bizda ikki tanlash bor. Birisi Turkiyaning ahvoli mundaq bo'lganda, shuning uchun biroz diqqat qilaylik, jim turib turaylik degan yo'lni tutib, bizmi jim turib turaylik. Avstraliyaning ahvoli yaxshi emas, Xitoy bilan munosabati yaxshi deb o'tirib turish. Hı hı. Ama ikkinchi xil tanlash Avstraliyada biroz erkinlik bo'lganligi uchun va qarshi partiyalarning kuch bo'lganligi uchun siyosiy sistemida bu yerdan biz bir harakat qila oladiganimiz uchun shuning uchun biz mana ikkinchi planda hukumatning agar ular o'zlari xohlab qilmay, o'zlari yoki bo'lmasa qo'rqmay qilmay desam to'g'riligi, Xitoyning qarshisiga chiqolmasa, unday bo'lsa biz hukumatni majburlaylik dedik. Hı hı. İkinci bosqichda harakatga majburlash. Ya'ni birinchi bosqich diqqatni tortdik, imzoni yig'dik, 10 mingdan deganda oshirdik, diqqat tortildi. Endi ikkinchi bosqichda harakatga majburlash, uchinchi bosqichda harakatni moslashtirish deb 3 bosqichlik plan tuzdik va bu planni qanday ijro qilishning yo'l xaritasini Nurgul xonim ikkimiz sizdik. Hoş. Yani Shuning parlamentten uchun kabul endi kıldı mı o nemini kabul kılıp aldı şuna mı 10 bin imza? 10 ming imzoni parlament oldi Hı hı. va 5 parlament a'zosi u yerda so'zladi va 90 kunda hukumat unga javob qaytarishi kerak. Endi biz u 90 kunda saqlab tursak bo'lmaydi. Biz buni tuvan parlamentdan yuqori parlamentga, ya'ni senatga yetkazish uchun ikkinchi bosqichdagi harakatga majburlashda, ya'ni parlament a'zolarini birdan yig'sak, Avustraliyada 150 parlament a'zosi bor. U vaqtda test oldik deb biz partiyalarning boshliqlariga harakat qilishga o'tdik va hammalar xabaringlar bor, Avstraliyaning 3 partiyasi bor. Bir partiyasi liberallar hozir hukumatda,
ikki qarshi partiyasi var. Onun çoğu İşçiler Partisi, onun Yeşil Küçük Öktüş Partiye Yeşiller Partisi. 9. ayının 16. günü Yeşiller Partisi'nin Richard Di Natale degan Yeşiller Partisi'nin başları, yani en üstünlük rehberi, bu partiye namıdın bayanat e'lon qildi. Biz Uyg'urlarning ma meselesiga Yeşiller Partisi bunu biz aralashamiz dedi. Ondan keyin Mao xonim bo'lsa İşçiler Partisi'nin Avustralya'nın yuqori meclisideki yani senatdagi rehberi. Bu xonim o'sha oldimizdagi 4 ayda saylan bo'lsa, hozirgi hukumatning uchib ketishi ehtimoli yuqori. Bu xonim tashqi ishlar ministri bo'ldi oldimizda. Bu xonim o'zini İşçiler Partisiga vakolatan bizning partiyaimizmi Uyg'urlarning bu masalasiga ko'ngil bo'ladi deb partiya nomidan bayonot berdi. Bu nima degan gap? Buningdagi bizning birdan milletvekillerini izlep sözleşimizden hacet kalmadı. Çünkü işte partiye namıdın bayanat verdi degan gap, Muşlarning hemmisinin şekil partiyanın senatörleri, milletvekilleri Uygur'unu kollaydigan tarafga o'tdi degan gap. Yani ikinci basqıçını tamamlanay deb kaldı. Biz hem de bu iki partiyani birleştirip hükümetke besim işletsek, hükümet Uygur şu lagerdeki meselelerini 20 devlet başlıklar yığınıga apırdı degan gap. Yani bu imza toplaş fakat birinci kadem kıyrandaşlar. Birinci kademini basmay turup bunda kıyaçıya onunki deyişten hacet yok. Çünkü o imza toplangandan keyin bunun faydası yok degenim yok. Faydası buldu, yol içildi. Onun dekin neymiş kılınız? Oylap baktınlar mı? Amerika'da 100 bin imza toplangandan keyin neymiş kılınız oylap baktık mı? Kalaymakan kılıp muşlar cidel bir süre vakırıp jakarıştın aldı da şunu bir oylap bakış gerek de onun da keyinki kadem çözdü. Biz hem de ikinci kademde manda bastık, besivatımız ve üçüncü kademlerimiz öteydi de bazı neslenmek gerek tutmasak bulmaydı. Baş. Lekin hiç kim şunu dep koyay, uç mehbet tutan nesin mehbet tutay, uç şunu dep koyay, avtonomiyacı yani bir nimici adam yok qarindoshlar bizning aramızda. Bizning aramız dünyadagi hech kimning arasida. Xitoyning josuslari deyatidi bu gapni avtonomiya. Nadi bu Uyg'urning ichida avtonomiyachi deb adam bor? Şunu yana bir narsani qo'shib qo'yay. Agar avtonomiya bu masalan deydigan ish bo'lsa, qarindoshlar, ma Yeşiller Partisi degan 10 yilning oyog'i meni shaxsan nimam bor, aloqa munosabatim bor. Bu yerdagi Sharq Turkistonliklarning va vatandoshlarning bu 20-30 yillik aloqasi bor bu partiya bilan. Dunyoning hamma yerida Yeşiller Partisi qo'llaydi Uyg'urlarni. 2009 yılı Yeşiller Partisi'nin şu vaqtdagi partiya başlığı Bob Brown efendim Sharq Turkistonning o'z taqdirini o'zi belgilash haqqini Avstraliya parlamentiga akirgan, yuqori parlamentga akirib, ma masalaga Avstraliya yordam qilish kerak deb ochiq Sharq Turkistonning deb turib akirganchu. Shuning uchun cip nimeler, cip partiyalar yani bunu kollaydı hiç kim avtonomiyachi emas, yani bir narsa emas. Hem de eğer de ya bu Yeşiller Partisi'nin reisinin öz taqdirini özü belgileyimiz degeni bu avtonomiya talep qilganlar qo'pti desa, boshqa degan qarindoshlarimiz qaysi davlatning bo'lsa bir partiyaning boshlig'ini nimada partiyasiga vakolatan Sharq Turkiston davlatining majlisida biz Sharq Turkistonning mustaqilligini talab qilamiz degizgandan keyin u gapni qilsa bo'ldi. Chunki u gapni qilgan kuni Xitoy bilan u davlatning diplomatik munosabati shu kuni kesildi. Xalqaro qonunda buning azroq qoidasi va azroq o'lchami bor qarindoshlar. Hissiyotimizni to'g'ri tushunaman hammalarni. Ammo o'lchami bor. Biz hozir bu yerga keldik. Endi bu nuqtada o'tgandan keyin hozir qilayotgan faoliyatimiz yana bir qo'shimcha nimamiz Avstraliya parlamentida kishilik huquq komitetida yig'in qilish, yani bu masalani anglatish. Ba'zi davlatlar Avstraliyaning oldida menyapti. Masalan, Kanadada bu bo'ldi. Biz Avstraliyada shunday bir shaklda bir ish ishlayapmiz. Endi bular kim o, yani kim qilyapti degan qarindoshlar 14 davlatda vatandoshlar qilyapti.
ishlayotidu. Keç gündüz tinim tapmay ishlayotidu. Kanadani alsak masalan şu yig'inni o'tkazib bo'ldi. Bu yig'inni o'tkazganda masalan e, Mehmet To'xtapandimningmi, Ruqiya Turdish xonimningmi hammasining shunchalik ajri bo'lyotidi bu ishga mingyotidi. Ammo hammamiz o'zimiz turishlik davlatga mas'ul bo'lib minyapmiz. Endi buni texmi inchkirik tushundiray. Bu ishlayotgan, buni qilayotgan qarindoshlarimiz hozir 14 davlatda, fidoyilar va ba'zi davlatlarda tashkilotlarni birlashtirib ishlayotidi. Maqsad mushundaq avval parlamentga kirish, uningdagi oldiga minish, uning ustiga chiqish. Endi bunday bir qiziqarli bir ish bo'ldi endi kulaymi, yig'laymi bilmayman. Ma'noga imzo qo'ymay, aniga qo'ymayman deydigancha. Masalan, Salih qarindishimizning imzo to'plashiga qo'yman, Yangi Zelandiyanikiga qo'ymayman deydigan bir ishlar. Qarindoshlar, Yangi Zelandiyadagi bu imzo to'plash faoliyatiga imzo qo'ymasangiz, u deganimiz bu lagerlar masalasi Yangi Zelandiya parlamentiga kirmasin degan gap. Endi oldimizda bu davlatlarning boshqalarida imzo to'plash faoliyatlari boshlanish oldida turadi va ba'zilarida boshlanishi mumkin. Kanada, Angliya, Norvegiya, Shvetsiya degan davlatlarda boshlanish oldida turadi ba'zi bir imzo to'plashlar. Agarda yo'q bu Kanadanikiga men imzo qo'ymayman desangiz, u qandaqdir bir efendimning yo bir xonimning imzosiga qo'ymayman emas, Uyg'urning lager masalasi Kanada parlamentiga kirmasin desangiz qo'ymaysiz. Angliyaniki boshlangandimi, Angliyagami qo'ymayman desangiz, Angliya parlamentiga kirmasin bu ish desangiz qo'ymaysiz. Qandaqdir birsi Ümit Musabayning, birsi Nurgul Savutning, birsi Salih qarindishimizning, yana birsi Ruqiya xonimning deylik, undaq ish yo'q qarindoshlar. Hammasi shu davlatning parlamentiga kiradigan, shu hamma davlatning soni o'xshamaydi. Avstraliyaning 10 mingga to'g'ri kirdiki va kirdi, uningga imzo qo'ygan butun qarindoshlarga rahmat aytamiz. Yana birisi Amerikaniki 100 mingga, Amerikaning nufuzi jiqilg'ash soni yuqoriroqga, bu yerda 100 mingga to'shishiga tilakdoshmiz va to'shsa biz texmi xush bo'lamiz. Va uningdan keyin hamda Salih qarindishimiz boshladi bu 100 ming kishilik imzoni. Uningdan keyingi planlari, uningdan keyingi ishlari bo'lsa, uni biz utuq tilaymiz, texmi g'albilik bo'lsin. Amin. Bu yerda uning imzosi, buning imzosi deydigan ish yo'q. Faqat maqsad 20 davlatning boshlig'i 11-oyda yig'ilib o'tirganda Xitoyning oldida shu qancha davlat shu Xitoyning oldiga shuni tashlaydi. Xuddi bu Dünya Uyg'ur qurultayining Yevropa ittifoqidan qaror chiqarganidek, Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan bu masala to'g'riliq yig'inlarni chaqirib Xitoyga besim ishlatganidek, bu biz nima ish qila olamiz, biz xalqaro tashkilot bo'lmagan fidoyilar va yerlik tashkilotlar biz o'z oldimizga nima ish qila olamiz degan yo'lda biz izlanib, o'ylanib, uch bosqichli planini tuzib, uni yo'l xaritasini chizib, kim nima ish qildi, Avstraliyaning yo'l xaritasini chizib hamdi shunday ma'lum ish. Endi Amerikadagi imzo to'plash ishi biroz qalamqonchiliklar bo'lib ketdi. Buni tushuntirib qo'yaylik yani. Bu yerda qandaydir bir niyat va yana bir narsa va deydigan ishlar bormi yoki bu yerda nima ish bo'ldi bilmayman. Oldi bilan Amerikadami bir guruhga mushunda imzo to'plash ishini tushuntirib bu kengaygan vaqtda shunda har bir davlatda guruhlar bor edi. Shu fidoyilar va har bir qarindoshlarimiz bor. Endi bu ishni Avstraliyadan chiqdi, biz boshladik, hammalar ma'lumotlar deydigan ish yo'q. O fikr Avstraliyada boshlangan bilan hamma davlatdagi guruhlar, qarindoshlar, fidoyilar o'zining ishini o'zi boshladi, o'zi qilyotdi. Shuning uchun Nurgul xonim ma'noga Amerikadagi ma'vu nimaga mas'ul degandan ko'ra Amerikada chiqqan imzo to'plashga chiqqan onun tekstini rostdan desak bizmi yaqinda o'qidik. Chunki uni o'qishga, ular qarashga vaqtimiz yo'q, ishlayapmiz, ham oilamiz bor, ham
bu işleri görüşüyor. Misalga nemiş bu hadisler değişimler mümkün. Kıyındaşlar. 120 parlament a'zosiga mektup yo'llab, shular bilan ko'rishib, shular bilan berib dardini anlatib, parlamentda ma'ishni o'tirib qo'yganda oldiga chiqqanlar deb hozir 120 ga yaqinlashdi. Agar bir davlatda o'sha bizni avtonomiyachi yoki bu ishni buzish uchun qildi, Solihning ishini buzish uchun qildi deydiganlar bo'lsa, o'zlari shu davlatda 120 millat vakiliga bir xat yozib baqsin, undan keyin kelib desin bizga qanchalik ishligini biladi. Yani ish buzish nima, ishni qilish nima, uning farqini shu vaqtda biladi-ku. Shuning uchun hozir endi buni qilganda u endi aytib chiqib Nurgul xonim bilan Umid Musobay deymiz qarindoshlar. Avstraliyaning biz hozir 5 shtatida harakat qilyapmiz. Avstraliyaning bari 8 shtati bor. Shuning 5ida sistemlik, o'lchamlik ish qilayotishga, har birisiga vazifalar taqsimlangan, o'ziga tushgan vazifalarni ijro qilayotishga maosh-manchalik unumli bo'lib menyapti. Endi Amerikadagi imzoga kelsak, biz Amerikadagilarga manizinglar, aniqlanglar, manqilinglar desek to'g'ri bo'lmaydi. Avstraliyada bu fikr boshlang'achqalar, bu bizning ishimiz, bizning xo'jayini emas buni. Bu butun Sharq Turkistonliklarning ishi. Shuning uchun Amerikaga bergandan keyin Amerikada ular o'zlari qaror qildimi, Amerikadagi gruppa bu ishni qilayotgan shu Jack Apandimning yezishida bo'pti bu ish, bu yerga chiqibdi. Undan keyin Yangi Zelandiya, endi Kanada, Angliyalardami bo'lgandek turdi endi mening bilishimcha. Shuning uchun biz har bir yerga tekstini yozib berib, masalan, Kanadaga deylik misolga, mandaq petition qilinglar, mana mandaq yozinglar deb biz u yerga avatib berdiganga Avstraliyalik Uyg'urlar bir yana podshosi emas. Kanadadagi Uyg'urlarmi shularni yezib, shularni qilib, hammani o'ngshab qilishni bizdan yaxshi bilsa biladiki, bizdan oz bilmaydi. Shuning uchun u tekstlarga, yana bir narsalarga u aralashsaqmi to'g'ri bo'lmaydi bu yerdagilar. Hem aralashishga Bu Jack Apand'ning imzo masalasini so'rasam bo'lamdi. Bu nima ish? Bo'ldi, so'rang. Bu Jack Apand nima uchun 100 ming kishilik imzo boshlatdi? Buningki pardaqisida kim bor yoki bu qandaq bir ishdi, yaxshi ishmidi, yomon ishmidi? Sizlarga o'xshash bu siyosat tadqiq qilayotgan mustaqil tadqiqotchilar buni bilish kerak va bunga sizdan javob olamiz. U Jack Apandimning imzosi, u bu imzosi emas. Asli bizning asli planlangan plan nima deganda 14 davlatda imzo to'plab, shu parlamentga qanchalik imzo kerak bo'lsa, shunchalik imzo to'plab, shu parlamentga kirish va undan keyin davomli mavzu 20 davlatlar boshliqlar yig'inida bu masalani o'tirib qo'yishdi. Endi bu yerda 10 ming ki Avstraliyada, Amerikada 100 ming ki. Uningmi shunday guruhlar, fidoyilar qo'shildi Amerikada, top shakllandi. Undan keyin ularga bu plan anlatildi, ya'ni mishta plan, ma'lum imzoni to'plab avvaliga kirgizgandan keyin, undan keyin buni oyoqqa yutkaydigan planimiz bor, buni qilib olamiz degandan keyin bo'ldi deb shu Amerikadagi shu guruhdagilar uni yozdigan bo'ldi. Va uni oxirisi, ya'ni biz guruhda kimlar va qaysini yozsa, sayyoz, u yoz, bu yozsin degili bo'lmaydi. Ikki davlatga u davlatning sistemasini ular kimlar bilan birga ishlaydi, kimlar bilan ishlayolmaydi, uni o'zlari belgilaydi, hamma davlatga odamlar. Shuning uchun u belgilaganda shu Jack Apandimga kelibdi uni yozish va Jack Apandim shu uslubda yozibdi uni. Endi menchimi bir chet ellikning qalam bilan yozilgandakligi chiqibdi buni. Ammo xili vaqtlargacha boshqa davlatlardami, masalan, Yangi Zelandiyadami boshlandi. U yerdagi nima shu Yangi Zelandiyadagi fidoyilar qilyotgan ish parlamentga kirimizda. Hozir masalan Kanada, Angliyadami yaqinda chiqadi, endi unga imzo qo'yamsizlar, qo'ymamsizlarmi shu programmani ko'rgandan keyin bir o'ylashib qaror berishinglarni umid qilmay xalqim. Onun keynidan Jack Apandimning qalimni ojiz bo'lib qolgandan keyin andaq narsa chiqqandan keyin shu bilan Solih qarindoshimiz boshladi nimasini
Hı hı. imza toplash faoliyatini boshlagandan keyin biz u vaqtgacha u yerda yozilgan narsani Jack efendim qayerda xatolik o'tkazdi buni deb bilalamsiz? mening o'qig'unim, ya'ni mening o'qib olgan ta'siratim shu. Hı hı. Yozma Uyg'urlarning hozirgi mezgilida nima emas, talab qilgan narsa u emas. Hı hı. Yana birisi chet ellikning tilida yozilganligi nihoyat aniq. Yana birisi talab qilgan bir narsa yo'q. Yo lagerni taqat, yoki mani qil, yoki ani qil deydiganchu. Hı. Endi balkim buni qiziqib so'rashi mumkin. Mustaqillik demabdi bu debchu. Hı. Endi biz Amerikadagi qarindoshlarimiz qilayotgan ishga sizlar mustaqillik qilinglar, yoki bo'lmasa avtonomiya qilinglar, yoki bo'lmasa o'z taqdirini o'zi belgilash qilinglar, Hı. yoki bo'lmasa ani qilinglar, mani qilinglar demaymiz. U to'g'ri bo'lmaydi, chunki biz bir markaziy tashkilot emas. Hı Bu hı. faqat bir tarqatgan fikr. Shuning uchun ularga berganda hamma davlatga shundoqchimi? Germaniyagami, Norvegiyagami, Shvetsiyagami shundoq. Hı hı. Berganda bizning planimiz shu lager masalasini parlamentga kun tartibga akilish va bu orqali a ishni qilish deb beramiz. Ular shved tilida qandoq yozadi? Norveg tilida qandoq yozadi? German tilida qandoq yozadi? Hı. U hammasi o'zining qo'lidagi ish shu. Uni biz belgilayamaymiz. Biz uni yezib avatib bersak to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun Jack efendimning xato nima mandaq ishlar sabab bo'lgan yeri Hı. haqiqatan bir chet ellik kishining nimasidan chiqqanligi uchun, qalamidan chiqqanligi uchun ojiz his qilibdi buni qarindoshlar. Hı hı. Ojiz his qilgandan keyin Solihniki boshlandi. Solihniki boshlagandan keyin biz qandaq ta'sirotda bo'ldik desangiz, Hı. rostini desam men shaxsan boshqalarni bilmayman. Solih qarindoshimizning nimasi boshlanib imzo to'plash Hı hı. xeyli kunlargacha men Jack efendimninkini, Solihninkini o'qig'idekmi vaqtim bo'ldi. Hı hı. Shuni bilan biz ko'rmadik unichu. Hı. Shuni qarasanglar mening Umid Musobay degan nimam bor. Bu Torbet bor Facebookda. Shunda qaysisini qo'llaysa degangimi, aslida menmi bir inkos qaytaray degan, ani qo'llayman, mani qo'llayman deb, lekin men u ikkisini o'qig'idekmi bo'lmaganligi uchun unga inkos qaytaraman. Keyin biz uni ko'rganki bu jidal chingayvergandan keyin biz bu qilayotgan ishimizdan to'xtanglar, bu nima bo'lib ketdi deb qaragandan keyin ko'rdik va biz uni o'qimagan vaqtimizdagi bizning pozitsiyamiz qanday? Shaxsan mening jumim boshqalarni bilmayman. Pozitsiyamiz qanday deganda, biz shu 100 ming imzoga to'playdi deb boshladik. O'sha boshlandi Amerikada. Ma'lum so'zni tag'im qisqartirishga tirishsangiz yaxshi. Bo'ldi, mandaqday. Hı hı. Amerikada bu ish boshlandi. 100 mingga to'ssa bo'ldi degan kalla dedik. Chunki kongressga kirsa bo'ldi degan kalla dedik. Hı hı. Keyin u ish ko'p ketgandan keyin bu nima ish bo'ldi deb qaradik. Beshida o'qimagan vaqtimizda ikkisining qaysi bo'lsa 100 mingga to'ssa bo'ldi deb o'yladim men. Nurg'un qarindoshlar shunday o'ylagan bo'lishi mumkin. Sirtdagi qarindoshlarimizdan bu ishlarni bilmagan qarindoshlarni. Ammo oxirsida Solih qarindoshimizniki o'rlab, Jack efendimniki qolgandan keyin biz endi mushu 100 mingga chiqadigan deb shuni qo'lladik. Uni boshqa hech qanday bir maqsad uni tortib elib, yana bir nima qilib 100 ming kishilik o'rdan nimaga imzoni Ümit Məlim qarindoshlar inkos yozyapti. Ümit Məlim nihoyat güzel so'z qilyapsiz. Alloh razı olsun. Ama bundan keyingi ahvolotini jiqroq deyishsak deydi. Yani kona xamanni sormaylaydi, ama bu kona xaman masalasida xalqimiz jiq bo'linib ketib qoldi-ku. Ma u Jack masalasida Xitoy bek obdan foydalanib ketdi buningdan. Ashuni tutqi qilib oliblar, shu hujumlar boshlanib ketdi. Mana emasmi deblar. Bunun tegini haqiqatini biroz qisqa ochiqlab o'tdinki xalqimiz bilib qolsin, undan keyin bundan keyingi imzo masalasi paranglashaylik. Ya'ni menimcha tushuntirib bo'ldim deb qarayman. Bunda Ya'ni xulosalab aytganda Jack efendi o'zininki Jack degan ismi bilan Amerikada turishlik grajdonlik sifati bilan va bizningki nurg'un maqsadlarimizni bilmagan asosda bu nimani imzo to'plash kampaniyasini boshlatgan va buningga Xinjiang degandek so'zlarni ishlatib turib,
bu 100 bin kişilik imzanı başlatıp etken. Doğru mu? Muşta düşünsek bulamdı. Şunak desek to'g'ri. Endi nima uchun Jack efendim deb so'rasa, her qanday kishi nima uchun Jack efendim yozdi deb so'rasa, shu Amerikadagi shu ishni qo'lga olgan guruhga o'zi qaror berdi kimning yozdig'ini. Hı hı. U ularning ishi. Shu vaqtida shu Jack efendimning qo'liga kelgan va u shunday chiqqan. Hı. Ya'ni buningga Yani Jack nostalgiya. Efendi'ye kim bergen? Siz bergen mi? Yoki Nurgul Savut Yo'q, Efendi. Jack efendimga biz bir narsa yozib avatmaymiz. Biz fikrini beramiz. Biz mundaq, ya'ni Jack efendimga bermaymiz. Hı. Misolga, biz mundaq ishlarni qilmoqchi. Bu ishni qila oladigan kishilar bormi? Ashada mundaq iqtidorli, shuni qila oladigan, shuni uddasidan chiqa oladigan kishilar bormi deb Hı. 2-3 odamni izlagandan keyin ular bir top guruh bo'lib Hı. yig'ilib. Mesela Avustraliyadagi bizning guruhimizda 14 tek odam bor. Yani şu alakalaşka edemle Jack Efendi bile alakalaşka edemle kim yani? O Jack efendim bilen Amerika'daki grupa alaklaştı. Mesela ben Amerika'daki nimeni grup kim? Amerika'daki grupunu biz bilmeyim, ben bilmeyim. O Amerika'daki grupunu mesela benden hazır Şveysariyadaki grup kim deseniz ben bilmeyim. Kanada'daki kim deseniz bilmeyim. Ama bire ikisini Hı. anlıqallarımızda bilimiz kılvatkalan için. Bu nime için mesela Amerika'daki bazı grup programlarda mesela Erkin Sıdık Efendi'ninki nimesi çıkıyordu bir yerde. İsmi çıkıp bunu şu Erkin Sıdık Efendi bilen bille nim qıptiken bunu pilallaptiken degan gepler programmalar çıkıvatıdı. Bunun bilen bir alakası var mı Jack Efendi'nin? Bunu mu oçuqlataylı kişiler e, inip bulsun yani. karanlar, kerindaşlar, elake yargısız infaz dep, Hı. elake mesela manda hatalık çıktı. Şunun için bu müstakillik talep kılmadı, avtonomiya talep kılmadı dep onu bıraklı kömüp omdusunu düşürüp etişinin ait yok. Ama ağan neticelerini hazır köydüğünde. Neticeler mi var? Hem de mesuliyet cihetten. Mesela bu ne nimişçün ben yazmadım, nimişçün o yazmadı, nimişçün bu yazdı deydiğin noktada mesuliyet cihetten sürüştürse bu ne aşı grubunun işçilikiyle özleri sürüştürüp o cevabın besi oldu. Hı hı. Yani biz bir merkezi teşkilat emas Avustralya'da kılvatkallar. Biz fidailer ve işki teşkilat battı. Şunun için mesela hazır Şveysariya'dan bu şu grubunun içinde birer severlikle, birer nesle kiçikip bunda işler bulsa bunun severliğini Avustralya'dan ya Amerika'dan ya Norveç'den emas, aşı Şveysariya'da şunu katkan fidailer özleri oyluşup özleri kandak hata etti hem ya mandak edip onşaydıgan gep bu ne? Hı. Tamam. Yani bizdeki bu Avustralya'dakiler merkezi teşkilat olup hamma yerga vakilavatib qilgan ish emas bu fikir takım. Hı. Şu Tamam. anda qarindoshlar Hem tushunishlik bu bo'ldi. gap shundoq bu gap tugamaydi. Endi Hı hı. bir amaliy bundaq nimaga kelaydi? Hamda jidal qilishga arzimdiki buningdikin yangi nimalar chiqdi imzo to'plashlar ya'ni shu davlatning parlamentiga kirish uchun imzo qo'yamsizlar qo'ymamsizlar buni hamda xalqimiz o'zi aqli bilan qaror bersin bu gap bu yerda tuysin endi. Unda o'z Mişad xulasalıvtaylı. Yani bu imza faaliyeti Amerika'da emas, Avustralya'da ve onundan başka 14 devlette fikir taqıtılıp, imza fikir taqıtılıp ve 14 devletin parlamentiga ekirilip ve 14 devletin hükümetini aynı zamanda şu Xi Jinping kildiğin şu G20 devletiga ülgütüp bir besim payda kılış için umumyüzlük başlangan yer şehir karakterlik mesela. Bunda desek biraz çok opkisidir ama 15-20 devletning parlamentga sunilishi uchun boshlangan bir harakat deb tushunsak bo'lamdi. To'g'ri. Ya'ni bu harakat yangi boshlangan vaqtida Nurgul xonim bilan bizning ishchi tashkilotning raislari ko'rishgan vaqtida men yo'qdim buning ichida. Hı hı. Men o'zimning qo'ldan kelishicha boshqa ishlarni qilyaptim. Keyin bir akamiz hamda Adilaydan mushta ish boshlanyapti, ishchi tashkilot bor buning ichida bir Nurgul xonim bilan emas, ya'ni nurg'un fidoyi xonimlar bor buning ichida. Shuning uchun shunaqa sen kiramsan degandan keyin men o'ylab nimishga buni maqsadi deb so'rasam o'sha G20 yig'inida bu masalani o'tirib qo'yish degandan keyin men buni qiziqdim. Chunki haqiqatan biz qila oladigan ham qilsak ta'sir bo'ladigan Xitoyga besim ishlatiladigan bir ish deb qaradim. Shuning uchun ichiga kirdim.
Hı hı. Kirgendikin Nurgül Hanım bilen sözleştim. Sözleşken vaktimde fakat fikir bağ birinci kadem şeklinde imza toplaş başlanıptı ama konkret yol haritası yok. Şimdiden Nurgül Hanım işimiz birlikte mesleğetleşip, sözleşip, söhbetleşip bunun yol haritasını sızıp çıktık. Hem de o yol haritasını bu ekrana gösterip oturuşuna acıtık da karayla menimce. Hı hı. Ama onu şu Avustralya'daki işçi teşkilatının reisleriga evet berdik. Şu işçi teşkilatının reislerinden sorusunu köreleydi. Yoki şahsen sorusunu köreleydi ama hazırca bu iş tügeyecek. O közümü doğurmaydı onu çünkü tütmege iş. Hem de qarindoshlar. Asli bu chiqib so'zlaydigan bu narsalarni so'zlashni hozir so'zlashni hojat yo'q dedi. Asli bu ishlar tugagan bo'lsa, shu 11 ayning 30 kuni Argentinadagi shu yig'inda bu masalani biz qilaolganimizcha qilib 14 davlatning hammasi olmasimi bir 7-8 davlat bo'lsin o'tirib qo'ygan bo'lsa, andan keyin biz to'liq xizmat dokladini yezib, Uyg'urcha, inglizcha xizmat dokladini yezib biz evet beretdik. Qiziqqan tashkilotlar bo'lamdi yoki bo'lmasa shaxslar bo'lamdi. Kimning nima ish qilganini shu vaqtda ko'ratdi, yo'l xaritasi bo'lsin hammasini. Hamda bu yerda biz deganda kim u desanglar, hozir sonim balkim bir qancha o'nga yoki bir yuzga yetib qolgandir. Fidoilar qarindoshlar. Hı hı. Hech kunduz uxlamay ishlayotgan fidoilar. Albatta imzo to'plashga keç gündüz uxlamay jiqqan burun ve bugunmi jig'iyotgan qarindoshlarmi qanday ishlagan bo'lsa, ma boshqa buni planlab ma bu senatorlar bilan ko'rishish jarayonida ishlayotgan qarindoshlarmi shunday ishlayotdi. Shuning uchun Amerikaning kongressimi bu masala kirsin, mayli qaysi tilda yoki yangi talablarni qo'shib turib Salih o'zining imzo to'plashiga u texmi yaxshi bo'libdi. Onunla ekir, bu 100 mingga to'shsin. Bunga ishlagan qarindoshlarımızga biz rahmat aytamiz. Bizning imzolarimiz deb rahmat aytmaymiz. Salihning imzosini qo'llaganligi uchun rahmat aytamiz. Kongressga kirsin, kirgandan keyin yana planlar tuzilsin ve uni davomlashtirib mansun inshaalloh. Ammo bu imzo to'plansa uningdan keyin nima ish bo'ladi? Qanday bo'ladi deganni o'ylashmay turiblar bu jangga jidalga tushib ketganlardan hamda ba'zilari sal hissiyotga tayanib ketib nima qilgan bo'lishi mumkin. Ammo qarindoshlar nomsiz ismlarda daydayga salsa usulni o'ynashni sal to'xtatmasak ziyon tortamiz qarindoshlar. Hoş. Yani nima uchun Mişe'de bir sual sorayım. Nima uchun bu Salih'nin imzası bilan Qurultayning Dünya Uyghur Qurultayının o'ttirisiga bir ziddiyat solmoqchi bo'ladi. Bu yerdagi bir masala nima endi? Buni qanday qaraysiz? Endi men burundan da'vatman, men mustaqil turadigan odam. Men ishki ziddiyatlarda hech kimni 100% qo'llab, yana birisini kaltak to'qmoq bilan urushga men qarshi. Hujumlar bo'lganda qarindoshlar, u hujumlarni qilayotganlar boshqalar bo'ldi. Masalan, Salih qarindishimizga hujum boshlangandimi, ko'rdik nomussiz hujumlar boshlandi. Ammo Salih qarindishimizga namoyishimi, hatto undaq deb har xil ismlarni hujumlar boshlangan vaqtida ama onun qilayotgan ishi va kongressning oldida belgilik ta'sir ko'rsatayapti shu ishlarga. Shuning uchun men qo'llagan. To'g'ri yoki xato va yoki eng muhimi milliy manfaat. Mashning Uyg'ur zihni bormi, Sharq Turkistonning zihni bormi, foydasi bormi deganni o'ylashga vaqtimizda ziddiyat chiqmaydi. Hamda ziddiyat chiqarayotganlar yolg'iz Salihni Qurultayga qarshi ziddiyat emas. Bu faqat bugungi siyosiy vaziyatga kelgachga Salihni Qurultayga qarshi ziddiyatga selayotgan bo'lishi mumkin. Ammo ertalikka Tajalli efendimni bir nima ona til maktabiga qarshi selishga tirishishi mumkin. Shu vaqtdagi vaziyat shu shaklni shakllantirib qolish uchun siyosatda ahvol. Shuning uchun bir-birimiz bilan bosh to'qashtirgan bo'libmi men bugun chiqima deb bo'yicha voy undaq mening nima deydiganimni nima ish qilganimni bilmay turib
başlıqlaştırışqa tayyor bo'lgan qarindoshlar, agarda hissiyotga tayinib qilgan bo'lsanglar, u vaqtida sal qanaqa deymiz, sabr tilayman. Agarda hissiyotga tayinmay, o'xshim nomsiz ismlarni yozayotgan odamlar bo'lsa, bunday ishlarga diqqat qilinglar qarindoshlar. Mesela hazır Söhbetxonamizda ikki kishi intayin o't quyruqliq bilan birisining IP'si 3 kun bo'ldi tekshirilyotdi. Buningki diqqat qilyapmiz. Hozir Söhbetxonda eng ko'p yozayotganlarning birisi. Mesela bular tekshirilyotdi mesela. Natugin buningki biz ispatsiz so'z qilmayli deb gap qilmaymiz. Nima yozyapti ammo hamma nimasiga diqqat qilamiz gap so'ziga. To'xtamay shu bir-birimizni so'qashga silayotgan insonlar bor. Xo'sh. Söz sizda. Endi mening bunday jidallar, bunday ishlar bilan bekmo nimam yo'q. Uni qiziqib aralashadigan vaqtim yo'q asli. Shuning uchun buningdan keyin so'zlaydi ustoz. Bu imzo ishi faqat birinchi qadam, endi uningdan keyin yana davomlashtirib mangadigan, yana o'zlarining yo'llarini belgilab mangsa xush bo'lamiz albatta. Biz endi minishga tirishib mushtaq qildik. Boshqa davlatlar qanday qilyapti, ularni keyincha aniq bo'ldi. Ammo shuni bilinglar qarindoshlar, yeni imzolar chiqadi. Bu imzolar avtonomiyachining yoki yana birisining emas, shu davlatdagi parlamentga bu masalani kirgizish uchun yeni imzolar chiqadi. İmza atmamsizlar, uni endi aqlinglarni ishlatsanglar deb umid qilaman endi. Şunu endi buningdan keyingi vaziyatni biroz so'zlashaylik endi. Xo'sh. Bu siyosiy deymiz stress buni ataylik buni. Endi qarindoshlar, bu Amerikada ichilgan yig'indan keyin Amerikaga berilgan takliflar mutaxassislar tarafidan Xitoyning shu imijini deymiz, obro'yini tushirib turib, shu bir belbog' bir yo'l demasini to'sash taklifini berdi. Bu taklif berilib bir qancha haftadan keyinlar bu butun mediada kamplar, narsistlar degandek so'zlar ishlatilib, bu hujum mediadagi xabarlarning tilini o'zgarishga boshladi. Shuning uchun endi biz bu fursatni chin tutib, medialarning bizga kelgan vaziyat ma'lum ahvolda mush kamplar masalasini taqsaq. Ba'zilar deydiki, mustaqillikmi kamplar masalasimi debchi. Men bunga mening shaxsiy qarshim bunday. Bir marafon yugurib ketayotgan odamning puti sunib ketdi. Oldida ikki tanlash bor. Birinchisi sunuq puti bilan marafonda yugurabirish, ikkinchisi sunuq putini tengib azroq qatirib undan keyin yugurish. Qaysini qilamiz? Hozir Uyg'urning yoki Sharq Turkiston xalqining bir puti sundi emas, xeyli boshqa jihatlarimiz sunyapti ya'ni bu ahvolda. Umut muallim, bu ikki gapni bir-biriga qarshi silishning nima hojati? Mustaqillikmi, lagerni taqashmi deyishning o'zi bir ahmoqonlik emasmi? Muallim, bu mustaqillik bilan lagerni taqash bisib-bisib zid kelamda. Lagermi taqiladi, mustaqilmi bo'lamiz-ku? Gap tugidi. Nima uchun bisi mustaqillik dedi, bisi lager dedi. Mana mushumi Xitoyning bir fitnasi muallim. Ya'ni mustaqillik bilamdi, shu mustaqillik yo'lda menayotgan tashkilotlarmi hozir jiddiy lager masalasiga diqqat qilish kerak. Buningda men bunday bir narsani sababini lagerlar taqalmasa mustaqillik kelamdi. Ya'ni bir sunuq adam bu marafonni ikkisi bir narsa muallim. Lager taqiladi, Sharq Turkiston mustaqil bo'ladi. Ikkisi bir narsa. Bu ikkisini bir-biriga sen nima uchun lag'man bilan polo yeysa degan yerga kelib polo bilan lag'manni bisib-bisib dushman qilamdik. Ya'ni ikkilisi qo'sqimizni to'yg'izadi. Ikkilisi bizga lozim. Undaqda qaysi avval bo'ldi deb so'rayman. Qaysi avval bo'ldi? Masala bu. Avval bo'ladi masalasida buni o'ylashsak bo'ladi, ammo o hozir fitna chiqarayotganlar ma'vu hozir. Masalan, o'tganda bir savolni tashlabdi. Quddusni qutqizamdik, musulmonlarni qutqizamdik degandekchi. Quddusmi bir ulug' yer endi, musulmonmi bir ulug'. Biroz logikalik biroz narsa qilaydi. Ya'ni
Lagerlar avval taqılamdı, yoki avval mustaqillik kelam desak, avval lagerlar taqildi. Mustaqillik kep bo'libmi yana lagerlar turmaydi. Cho'qim bu lagerlar taqilishi kerak bir. Ikkinchisi, lagerlar taqalsa nima bo'ldi qarindoshlar? Bir o'ylab yiqinglar. Lagerlar taqalsa, Sharq Turkiston xalqining ruhiy kayfiyatini, psixologiyasini bir o'ylab yiqinglar. Buningdek Xitoydan qo'rqmaydi Sharq Turkiston xalqi. Lager taqalsa. Sen bizni taqab akirib so'lasang, chiqadigan qarindoshlarimiz borki deydi buni. Shuning uchun muhim narsa avval. Muhim narsani avval qilib, xalq vatandagi xalqimizning, qarindoshlarimizning shunday bir yuksak kayfiyati bo'lganda, ideologiyasi bo'lganda, chet el bilan vatan ishchi bir-birisi bilan aloqasi bo'lganda, undan keyin mustaqillikdan so'z ocha olamiz. Shuning uchun bu lagerni taqash hozir bu bir Shi Jinpingning bir xatoligi bu. Chinchuangoga otdi, lekin xatoligi bizni bunda izimada. Agarda lagerni faqatla oshmagan bo'lsa, o'xshashli o'tib ketadi Uyg'urlarni avval bunda tadrijiy bisildi deydi. Hozir lagerlarni ochdi, bu endi biz buni bir fursatga o'zgartiramiz. Chunki bu lager ichildi, butun xalqimizning ruhiy kayfiyati, butun ahvoli Allah o'zang bor deb jondan to'ygan qarindoshlarimiz jib lagerlarning ichida. Endi bu xatolikni agarda biz besim paydo qilib, chet elda o'zaro jidal qilmay, chet eldan besim paydo qilib, abiyam deganimdek Yevropa Ittifoqi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, ASEAN deymiz, hatto Islom ishbirligi tashkiloti, shular bilan ishlab, shu G20 yig'iniga, G7 yig'ini va yana. Shularning hammasiga ishlashga biz markazlashib, shu kamplarni bir taqaydiganning yo'lini qilib, bir xalqaro besim shakllantirib, buni taqsak, bizning xalqimizning ruhiy kayfiyati mustaqillikqa bir qadam yiqildi shu qarindoshlar. Albatta. Yani bu oylıqı tuxum moyunmu, toxumu deb bu oylıqı kamp, sen kampı dedin, sen mustaqil dedin. Xuddi kampının taqılışı bilen mustaqillikni bir-biriga zid o'ynayotgan insonlar var. Hozir ma'lum, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Ma ikiranda yamanjiq gap bo'lib ketyapti, qarindoshlar. Biz tekshirayotgan bizningki ma bu fitnaga qarshi turish guruhimiz tekshirayotgan odamningki birisi Shavqunti. Bu Shavqun hozir yamanjiq ezib ketyapti. Baldo oshkorlashga nim bo'ldik. Shavqun Urumchidan yozayotgan bir inson. Bu odam hozir yozayotdi. Mushtaq ismsiz bilgili bo'lmaydigan odamlar bilan jiq gaplashmanglar, ma vaqtimizni ilib, ma bizni stress so'qidi ekan. Xo'sh, ma'lum so'z o'zdirdi. Shuning uchun bundan keyingi narsada, bundan keyingi manganda, shu manga yo'limizda mushtaq nomsiz bo'libmi, ikki tarafni bosh to'qashtiradigan shunday ishlarga biroz diqqat qilsak qarindoshlar. Yana birisi, siz bir gapni qilib chiqqan vaqtingizda sizni qattiq nomsiz maqtagan kishi yana bir nomsiz boshqa bir hisob bilan sizni qattiq tillab va o'zi bilan o'zi so'qishibmi, qili jidalni terib etadi. Ichki hisob bilan-chu, unaga ergishib odamlar shunga ketib qolgan. Shuning uchun nomsiz hisobda bekchiq maqtab etgangimi, bekchiq tillab etgangimi, sal diqqat qilsak qarindoshlar. Albatta. Yani bu hozir 14 davlatda imzo qo'yish bilan parlament ekirgili bo'ladi va bu yerda 14 davlatdagi fedakor azimatlarningki tirishchanlik bilan bu ishni qilyapmiz dedingiz, Umid ma'lum. Yani bunun sonini ko'paytirgili bo'lmamdi, ya'ni boshqa davlatlarcha. Endi 14 davlatda bu guruhlar tashkillanib fidoyilar ishlayotdi. Ammo bu 14 davlatning hammasi imzoga minib qilolmaydi. Balkim 14 bo'lmasligi mumkin, ammo 7-8 davlatda chiqdi bu imzo ishi. Hammasi bo'lmasin. Endi bu sonni ko'paytirish shu bizning kuchimizga. Shu ishni tushunib, birga qilaylik deb mangan qarindoshlarning ko'payishiga. Shu davlatlardan chiqqan fidoyilar hatto tashkilotlarning yordamiga, shu davlatlarga yerlik tashkilotlar, bunimida Yevropadagi yerlik tashkilotlarmi bu guruhlarga nihoyat yaqindan yordam qilayotgan yerlik tashkilotlarning borligini bilaman. Xuddi Avstraliyada qilgandek.
Shuning uchun mushu birlashishga, mushu hamkorlashishga deydi, bu birlashishma emas, biz bir birlashib tashkilotni qurmadik. Hamkorlashyapmiz fidoyilar va har xil o'xshamaydigan tashkilotlar hammasi. Shuning uchun endi Dunyo Uyg'ur qurultayimi ishlayotidi. Nimamo boshqa tashkilotlarni bilamiz ishlayotidi, hammasi o'z turishchi davlatlarda. Endi ma'vu imzo ishi, ma'vu fikr bu bo'lsa shu Avstraliyadan boshlangan bir fikr, hem boshqa Yevropadagi qarindoshlarimiz, Kanada olsun, Yangi Zelandiya olsun, qarindoshlarimiz qo'shilgan shunday bir harakat hamda bu. Avstraliyada bo'lsa men kelgandan yoki bu baxmal natijalarni iloyimiz. İnşallah. Shu fikrning yordamida. Hem boshqa davlatlarmi o'zlarining ahvollarini boshqa davlatlardagi guruhlarmi o'zlarining ahvollarini keyin e'lon qildi deb qarayman. Ammo ularni nihoyatda jafolab ishlayotidi. Hem shu Amerikadagi shu ishga imzo masalasi sal bu ishni davolashga kirib qoldi. Ammo u boshqa nuqtadan qaraganda natijalarni yaxshi oldik. Allah razı Shuning olsun. uchun Salih qarindoshimizning imzosi. Uni hech kim undan tolishib avolmaydi, hech kim bu meningmi demaydi. Ya bu Shuning uchun ben bu sözünüzge biraz karşı çıkmam ama bu imza degen Salih'nin, Ümit'nin, Hüseyin'nin, yani bir kimden bulamdı məlum. Bu bütün milletinin. yani şu milletning deb hamma davlatlar Ben uruş silavatqanlar bizni şu deydegi bizni mi silavatib bardı yani bu imza Salih'ninkiydi. yo'q men shu ashundoq deydagi soldiganlarni xotirjam qilish uchun deyapman. Men o'ynab shu avaromanglar men bilan jidal tayyorlanmaysizlar Salihning o'tirsida. Hech kimning o'tirsa hech qanday ish yo'q. Shuning uchun demoqchi bo'lganim shu. Sizlar Avustraliyada başlatışqa sebep buldunlar. Salih Amerika'da başlatışqa sebep buldu. Allah razı olsun. Türkiye'de başlavatqanlar. Mesela Türkiye'de tüngün Adil Hacım degen bir qırındışımızın 4 balası vatanda turmağa aptı. Urug tuqqanlarını kesipti, singlisini şehit qilib o'tibdi. Akşamki programımızda, haftalik muhim xabarlar programımızda o qırındışımızma bir imza kampaniyasi başlatıptı. Mesela adam 100 ming kishilik imzodan keyin men shuni bir nim qilsa qo'limizga olsak deb shu gapni qildi. Yani bir shaxslarmi imzo faoliyatini boshlatyapti. U hamda normal insonlar qo'ldan kelgan imkoniyatni qilyapti. Hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Ama imzoni qo'yayotganlar bütün Uyg'urlar muhacir etdik. Bu yolda ishlayotgan bütün qarindoshlarımızdan Allah razı olsun. Mushu yili hamma imzo javotgan qarindoshlarımızdan Allah razı olsun. Bu imzolar 100 ming va inshaalloh yetsin. Biz shuni tilakdosh. Hem demoqchi bo'lganim, imzo qo'yish faoliyatini boshlagandimi? Bu imzo nega boradi? Nim foydasi oldu degan narsani yaxshi o'ylab qilsak yaxshi. Chunki mushu qitimliq mushu parlamentlarda imzo to'playdigan ishdan burun bultolarda yilning 5'ida change.org degan to'rda imzo to'plab kuchimizni sarf qilyaptik-ku biz, isrof qilyaptik. Bu yerda imzo to'planadigan tema bekchiq, u bir faqat bir to'rbat, uning bekchiqning foydasi bo'lmaydi endi. Ammo bunda hukumatlarning parlamentlarida rasmiy to'r bekatlarida bo'lgan imzolar shu hamda 3 chiqdi deb Avstraliya, Amerika, Yangi Zelandiya hamda boshqalarimi chiqadi deb bilaman mening bilishimcha. Shuning uchun chiqqan vaqtida qarindoshlar hech kim umringda birli imzo qo'yish haqqing bor degan bir sistem bo'lmagandan keyin hammasiga imzo qo'ysak shu hamma davlatning parlamentiga bu masala kiradi. Agarda men aniq imzo qo'ymayman, ma'no qo'ymayman deb tanlab 2-3 davlatninki shu davlatning manchiga kiradi degan cheklamasiga yetolmay qolsa, shu davlatlarda shu bu lager masalasi parlamentida bir kirgizolmaymiz endi ma yo'l bilan. Albatta biz kirgizolmasak kirmaydi degan ish yo'q. Boshqa tashkilotlarni ishlayotdi, ularni akiradi. Endi ma'vu biz shu G20 guruhisidagi barliq davlatlardagi shu guruhlardagi qarindoshlarning itmanga yo'li bu.
Hı. Başka teşkilatlar mı? Elbette cephe alıp özünün yol dinlenip işlevatıda onun hiçbir fikrimiz yok. Hı. Allah razı olsun. Yani bu PowerPoint'teki söhbet bir yerde tügemdi ya ayağı bağımlı. Tüydü. Yani ma bugün sen vakitini başlap başka belki yaxşımı tayarlayamadım ama yeterlik dep qarayman ko'ruvchi qarindoshlarga. Shuning uchun ustoz programmani agarda to'xtasak chunki men kecha hech uxlamayotganman mana yana vaqtida turib boshqa Hı hı. ertalabki ishlaymiz endi tong etib ketdi. Allah razı olsun sizden ma'lum. Yani men bugün koskum içip kaldık için kes saat hazır 8'den 40 ötті naştılık bilen. Yani biraz sözlerim biraz kopal yoki savollarim mı kopal çıkıvatkan bo'lishi mumkin. Şoňa onundan kechirim soraýma we qarindaşlarymyzdan mı kechirim soraýma. Bütün programmalarymyzyny muwaffakyetli kılymyz dep bizning bir standart nememiz mi yok. Ama ma'lum bir 5-10 minut tutsa qarindaşlarynınki sualy bolsa bu togrusda biz sualyny saklap bakaýly. Naq meýdanga telefon kılsın. Naq meýdandan Bo'ldi. nemesini alayly. Onundan keyin Salih nemiş gatnaşmady, Salihni teklip kılmadyňlymy diýen qarindaşlarga men hazır naq meýdanda kolumdaki bu iPhone telefonu arkalık bir telefon kılay. İnsanlar halis katnışıdı, halis katnışanmaslığı mümkün. Men urume hazır. Ama alamdan bunu men bilmeyme. Yine telefon numarayı. Şimdi kıyırındaşlarının köngülü bir nim bop geçsin yani. Başka kıyırındaşlar naq meydana telefon kıysanlı buludu. Biz hiç kandak teşkilatlar bilen karşılıkımız yok. Hizmet kılıvatkallı teşkilatlar olsa her zaman kollayımız, kuvvetleyimiz. Uruş kısanmakçı olan insanlar bunu bilişi lazım. Yani vazifemizni adil şekilde, beterip şekilde ada kılış için ben naq meydandan Salih qarindişimizga telefon kılıvatıma. Belki namayişli boluşu mümkün. Namayişi bağı deyim bugün ulanın. Yoki bugün yekşen boğallık için namayişi bulmaslığı mümkün. Herhalde aldıraş boluşu mümkün. Aldıraş boluşu mümkün. Hazırgacha başka qarindaşlardan telefon mu kelmedi. Mesela Şavkun degen bu adam to'xtamay nimini reislarni jidalga silayotydy ve qarindaşlar arasıga to'xtamay xat yezip ziddiyat gaplarni yezip qilyotydy Şavkun. Ondan keyin hazır mesela davamlıq Şarq Türkistanda beziyotydy bu bala. Yoki qiz bolaydı yoki o'g'il bolaydı onu bilmedim. Bu oyliq mustaqillik degan gapni chiqarib tashkilotlarni urushga silayotgan avvalotlarmi bor. Shuning uchun bunga diqqat qilishimiz lozim qarindoshlar. Hüseyin efendim ustoz ben bir şeyde bir gapni qo'shib qo'yay. Mesela hem de ertadan başlab men avtonomiya çok ketmay endi. Shu Shavqun degandek ashtak mustaqillik deb mushtaq so'zlar aytganlarga qarindoshlar biraz nim bo'lganlar. Mesela ertalabki meni mustaqil demedi avtonomiyachi desa bir narsani esida bilsin hamda shunda Xitoyning nimalarmi ashta yozayotganlarmi bir narsani bilsin. Yani Umut Müəllim, Abdunum rayonchi degan bir rahbarni ko'rdingizmi? Men Abdunum rayon istayman deganda. Ko'rgan bu biri rehber emas, rastdan desem normal vatandaşlarına bir yanımı ko'rib bakmadım men. Nima uchun bu Abdunumchi ular degan gapni bu bakjiq chiqirdi bu insonlar? Bu hech kim demasa u gapni. Yoki Dolqin Ayso demasa.
yoki Şu Rabia xonim demasa, yoki Sharq Turkiston sürgün hukumati demasa, ya Ma'rif demasa, ya Seyit Tümtürk efendim demasa, nima uchun voy avtonomiyachi bilan mustaqilchi degan gapni to'xtamay WhatsApp to'plarida bazoga silib bizni quvchiydi bu odamlar. Xoinlar desam qattiq ketadi, odamlar dey. Xo'sh. endi uni o'zidan sorsak oldu. Qaysi avtonomiyachini ko'rdingiz? Kim o Ben avtonomiyachi qancha debdi. qitim so'radim, bir javob ololmadim ki. Bu jidaller tügümey çünkü o niyetli Xitayning qilayotgan ishlari. Bular tügümeydi, onun parva qilmayli. Oldimiz qarab mangayli. İnşallah Mao Avustraliyadagi ishlarda shundoq yaxshi natijalarni oldik. Boshqa The davlatlarda Bluetooth device is ready to pair. boshqa davlatlardagi qarindoshlarmi yaxshi xabarlarni olg'in oldik. Masalan, Kanadadan bo'lsin, boshqa davlatlardan bo'lsin. Ve elbette Dünya Uyghur Kurultayı'nın Avrupa İttifakı'nın çıkartılған kararını intayın mühim. Bu kararını intayın yani bismi yartılgan işten birisi şu. Şunun için aldığımızga karaylı qarindoshlar, yeni imzalar çıksa şu parlamentga kirsin desanlar imza qo'yinglar, kirsin demasanlar imza qo'ymanglar. O tanlash sizlarda hech kim zo'rlab imza qo'yolmaydi. Ya koyumuz inşallah koyuşumuz lazım yani. Hı hı. Hem bu imza koyuldu parlamentga ekirdi degan birden bir yol muşunu qilishimiz kerak degan adammi yo'q. Bu faqat to'g'ri ko'rib, mush yo'l to'g'ridek turdi deb qilolini Turtup fidoyilar ve bir qancha tashkilotlar var. Shularning hamkorligida bo'lgan ish. Buni agarda ya imzo to'plab parlamentga ekirib, bu yerda bu parlament a'zolarini so'zlatib qilish xato desanglar, imzo qo'ymasanlar bo'ldi. İmza agarda unidan boshqa to'g'ri deb qarg'ay yo'llar bo'lsa, masalan, namoyishlar bo'lsa, boshqa faoliyatlar bo'lsa, shuni qilsa bo'laverdi. Bu cho'qim majbur deydigan. Onun imzosi, ma'ning imzosi, ma'ning yo'li, ma'ning nimasi deydigan ish emas. Bu faqat bir yo'l. Her kim to'g'ri deb ko'rgan yo'lda mansi bo'ldi. Her tashkilotdan burunmi dedim. Hamma tashkilotning hammasiga o'xshashman. Hamma tashkilot o'zining yo'lda mansi bo'laverdi. Allah Bir-birisinden razı olsun. ziddiyet kılışına hajeti yok. Okşumaydigan teşkilatlar özünün yolda meni versin. Okşumaydigan fidoyilarmi özünün yolda meni versin. Şunun için bunda qilqindaq murakkablaştırıp bunu bir yerlerge apırıp yana bir yerlerden yandırıp düşüşün hem de hajeti barmı halkımız hem de uylasın. Bunu benim başka gepim yok. Allah razı olsun. Maaş Fransiya'dan bir qarindishimiz telefon qilgandi, olsam biroz saqlab qo'yib qoldi. Telefonini qayta uzsangiz bo'ladi, qarindishim. Undaqda agar telefon qilib so'zi bog'la yoki savoli bog'la bo'lmasa, mana mushundaq erkin maydonda hech kim gap qilolmaydi. Nima uchun? Hatto Xitoy Beijingda turib nima uchun telefon qilolmaydi ma'lum bizlarga? Qo'rqamdi bizdan nima uchun? Ya'ni Men bana uçuk deyman qarindoshlar. Aslında men ba'zi bir tayyorliqlarni qilib, ma'nasini qo'yib, uni ustiga texnik qilib narsada kechikib, men kechacha uxlamay o'tiryapman. Men tong otida ish qilmayman. Ertalikka bulbuldek sayrab ketadi Xitoyning ish yo'llari bu tema to'g'risida. Shuning uchun agarda rost yana telefon qilib qoldi, mush qarindishimizning so'zini bir anglab o'tib, undan keyin so'z Xo'sh. Birinchi so'lim mamlakatda 3 tashkilot Birlashgan Millatlar Tashkiloti, ya'ni Yevropa Ittifoqi, dunyo yemasi ASEAN'da. Ama ASEAN'ga ham so'lim bordi. ASEAN'da Sharq Janubiy bir 12 saatni tashkil qilgan birinchi tashkilot. Lekin uning uncha kuch yo'q. Demak, u davlatlarning qancha bir Xitoy bizni besolatkin deb oran turdiga Xitoylarning ta'sirini kuchli u davlatlarda. U tashkilot nima so'rab chiqib, hamda bizga gap qildi, unchami deb. Endi bircha hamda munosabati bir savol. Xo'sh. Bana o'tganda Bulamozov efendi va ya to'g'ri gap qanchada bu men senga to'rt jumla so'z. Millatimiz Türk, dinimiz İslam, düşmanımız Xitoy, dört Türkistan. Bu şu ideolojiya buldu, bunu özetlik buldu degan
yanıma şu Ümit efendim şu ideolojiye kayıt kurt çıkışımızın gerek diyen diyor. 2 yıl 3 yıl geçtiği olsa işte buldu diyen. Bu bulamasına efendim hem de sol fikri karaydı. Sol kıyahatları oldu. Sol fikri rahmet. Rahmet. Dostum, ağaynam, qarindishim, Allah razı olsun. Sualni tushundingizmi, Ümit Ma'lim? Tushundim. Tamam. Birinchi savoli nima uchun Osiyam deydi u? Bu Osiyodagi kichik davlatlar birligi bu Xitoy besyulishidan qo'rqib boshqa yordam qilinmaydi dedi. Amaliyotda javobi o'zining gapining ichida. Xitoyning besyulishidan qo'rqib turgan bo'lsa, ular bizga yordam qilib, bizga hamkorlashishi mumkinmi yoki qanday? Albatta. Ya'ni Tafakkur yo'li bilan albatta. shuning uchun u savolning javobi ashiyada. Ya'ni bir degani buya ojiz, buya ishga yaramaydi deb o'ylash menimcha xato. Chunki ba'zida shundoq ojiz yerlarni, shundoq kuchli yerlarni shundoq tez yerlarda qistab oladi. Masalan, ba'zida shu kichkina Falastinni Amerikani Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan bilet tashlaganda umumiy o'tirishida General Assembly'da shunda qiynay oladi-ku. Nefsidan foydalanib. Ya belki mazlum Yevropa devletidimi Xitoydan ensirayotganlar hamkorlashishi mumkin bizlar bilan. Yevropadan bak Xitoydan ensirayotganlar Osiyoda emas. Uni men birinchi programmada ko'rsatdim. Sharqiy Janubiy Osiyo Xitoyga qarshi birlashyapti deb esinglarda bo'lsa, ba'zi bir rasmlarni ko'rsatganim esimda meni. Shundoq. Shuning uchun Sharqiy Janubiy Osiyo albatta birlashadi Xitoyga qarshi. Hozir hamda Dunyo Uyg'ur qurultayiga o'xshash xalqaro tashkilotlar Yevropaga markazlashganlik uchun joylashganlik uchun Yevropani markaz tutyapti. Sharqiy Janub endi balki maxfiy yoki ochiq aloqasi bo'lishi mumkin bu rayon bilanmi, Sharqiy Janubiy Osiyo bilanmi? Bu bo'lishi kerak. Chunki oldingi qisatmaya. Shu agar ular Xitoyning besyulishidan qo'rqayotgan bo'lsa, demak bu yerda siyosiy, iqtisodiy bir oldingi qisat shakllanyapti. Bir-birsiga yuztirani uchirish deymiz, confrontation deymiz inglizcha. Shakllanyapti. Bu yerga Uyg'urlar kelsa, menimcha foydasi bo'ladi. Jiq do'stlarni topalaydi deb qarayman. Endi ikkinchisi nima? Ideologiya to'g'riliq to'rt nimani dedi? O'sha ideologiya bo'yicha mansab dedi. Bu endi ideologiyaning nima ekanligi bilan shuarning nima ekanligini aralashtirib qoldi. Ideologiya degan u bir cho'ng hajmlik yozilgan ko'p nuqtalar bor bir kitob shaklida yozildi. Ammo mandaq hozir degan shuarlarmi uning ichida bo'ladi. Masalan, Turkiyaning ne mutlu Türk'üm diyene degandekchi. Bu shuar. Do'stim, Türk'ten boshqa do'st olmasa bir shuarlar var. Ular shuar, ideologiya emas u. Yani mesela şu nime G'ulom Osmon Efendining degan 4 cümle sözü şuar demekçisiniz. Albatta, u mesela mening dushmanim ma bu, do'stim ma bu deganlar u shuar u. Ideologiya degan bir tane ideologiyani ile o'qib men dedim, milliy görüşni kitobni ilib bir o'qisangiz, shu milliy görüş degan kitob bir ideologiya kitobi ya. Ideologiya deganda jiq savollarga javob berdim. Albatta shuarlarmi bo'ladi uning ichida, qo'l ishoratlar bo'ldi, turklarning qo'lni bo'rida qilgan nurg'un narsa bo'ldi. Ammo hozir degan 4 jumlani deb bu bir ideologiya desa, u ideologiyamiz ma'lum ideologiyaga vakillik qilgan 4 shuar u. Misalga mandaqday hamda mecbur miyadın alma lekin buni qasddan qildi deb gap chiqarmoqlar. Hammamiz bilgachki deymiz. Masalan, Xitoylarning kompartiya yashsun deb vaqirg'ini u ideologiya emas, shuar u. Ammo kommunizm u bir ideologiya. Kommunizm degan xeyli uzun narsa bu. Bir jumladan uzun bo'ldi. Unda konuşturan jet narsalar bu. Başka sorular olsa cevap versem bo'ladi. Allah razı olsun ma'lum, bugün sizni kecha uxlatmay charchatdik. Qadamlardan Allah razı olsun. Aziz qarindoshlardan yana naq maydonga telefon qildik, Allohga asosan oyoqlashga o'xshaydi. Yani
mushu mustaqilchi, avtonom rayonchi deb gap taqitib bo'layotganlarmi mush naq maydonga uranmaydi mana. Azaldan Her qandaq kishi urib telefon qilsa ve sözleşse men o çok mening abay Salih doğruluk siz menden so'ragandingiz chiqsin degan talabga atatib men chiqsin dedim-ku sizga. Chiqsin agar chiqsa olsa. Mening u Salih bilan yoki bo'lmasa boshqa har qanday qarindishimiz bilan hech qanday qarshilik, yani bir narsa deydigan narsaga qiziqmayman. Manga yo'lim to'g'ri deb qarasa meni berishni umid qilmay va utuq tilayman yo'lim. Yani mesela ben siz bilan ayrim sohbet qilma deyishdik. Undan keyin qarindoshlar talab qildi. Gollandiyadan Abdug'ani Sabit qarindishimizning talabi bilan Salih qarindishimiz chiqsin dedi, ma'qul dedim. Endi sizlarga bildirib qo'yash yuzasidan, ya'ni sizlardan so'rash yuzasidan emas, bildirib qo'yay. Ma qarindishimiz chiqadigan bo'ldi dedim. Ya'ni birga chiqsanglar bo'ldi, bu programmani mandaq almashtirdik dedim. Sizlarmi bo'ladi dedilar. Buningda hech qanday bir masala o'tirg'i chiqmadi inshaalloh. Tamam, unda olsa, xo'sh. Şu o'ttirdikilar, şu mesele chiqirimiz deyotganlarni shularda ya'ni mesele-chi, bo'lmasa xuddi hozir Salih qarindishimiz ishimizga o'xshash o'sha jamiyat tashkilotlarini bir-birisiga ziddiyatlarga saqlash uchun men burunmi yosh qarindoshlar ayrilib turinglar. Çoğun birlik üçün hazır ayrılıp durumlar çünkü ben ziddiyetler bek güçlük de bir teklifini ortaya koygandım bu programda. Şunun için hem de dikkat kılmışsak olmaydı. Hemmimiz. Evet. Yani mini bir söylen düşman kılma, ana ve düşmanke, mana ve dostke, yan bir neske. Ben Şarkı Türkistanlıkla hemisi görüyoruz. Allah razı olsun. Başka puanla olsa ben teyyar yani. Allah razı olsun. Rahmet. Bugungi suhbatni mishada sizlar bilan bo'lgan suhbatni oyoqlashtirsak, hozir Ömer Qanat akamiz saqlab turyotidi. Men Ömer Qanat bek bilan ko'rashsam darhol programmamizning oxirini davom qilsak va Amerika kim? Amerika bilan bundan keyin nima ishni birga qilishimiz, nima ishni qilmaymiz degan savollarga men Ömer Qanat efendimdan men nima olaman. Undaq bugunchi mishada qo'shilishib turaylik. Ümit Muallim, Avustraliyada mustaqil tadqiqotchi. Eng oxirida deydigan gapingiz olsa, da'vosingiz bo'lmasa mishada oxirlashtiraman. Oxirgi gapim barliq vatandoshlarning, qarindoshlarning tig'i uchini Xitoyga qaratib, amaliy ish bilan oldimizga ilgarilishimizni umid qilmay qarindoshlar. Chunki bugun men chiqib mana so'zlab nima qildim? O nam sharpini chiqarmay, hech qanday nimasini qilmay to'kib qo'shayotgan nurg'un fidokorlar bor. Xuddi hozirgi shu Salihning shu nimasiga bilet ovoz imzo qo'yishiga kecha kunduz ishlayotgan qarindoshlarga o'xshash yana boshqa qarindoshlar bor. Bizning ikkiga bo'linib urushimizning hech hojati yo'q. Chunki vatandagi xalqimizning bizga ehtiyoji bor deydi. Hammaga Allohga emanet. Allohga emanet. İnşallah yana bir qatimliq programmada o'zlari bilan ko'rishimiz. Aziz qarindoshlar, hozir hemen Ömer Qanat efendim bilan bizning suhbatimiz bo'ladi. Men Ömer Begni suhbatga chaqiraman hozir. Bundan keyin bizningki davomliq suhbatimiz davom qiladi inshaalloh. Xo'sh. Assalomu alaykum Ömer aka. Sizning ovoz toz yaxshi kelmaydi-da.
Endi chiqdi ovoz yaxshi. Alhamdulillah. Ko'rinish hech yo'q-ku. Ko'rinishni shu ekranga birini besibasizlar. Ekranlarda bir kameraning surati ko'rindi. Evet. Bastım yok. 100 passcode deydi. Onun bo'lgan deydi. To'xtab tursa hozir. Biz hozir naq maydonda, naq maydonda sizlar shu nima qilasizlar bo'laverdi. Naq maydonda qarindoshlarimiz ko'ryapti. Siz telefonda chiqdimi yoki kompyuterdami? Ya men telefonda. Telefonda ekranga birini basla, qizil telefonning surati bilan nimaning surati chiqadi. Bassam şu hazır ma o nima chiqyapti. Men sizlarga telefon qilsam qanday bo'lar? Men Bo'ladi. Bunda ishlar bo'lib turdi qarindoshlar, butun texnikalik masalalarga shu o'zimiz qilib turayotganligimiz uchun. Assalomu alaykum. Masalan Endi chiqlar shu abay biz deyishgan shaklda telefonni o'rinlashtirsizlar. na'am. Bundan keyin men shu nimani o'ngishib olay. Xo'sh. O'zlari yama aldirashib ketlar o'tgan qatimliq programmada programma qilayli deyishdik, ammo sizlarning mijozlari yo'q bo'lib qoldi. Shunda insirdik sizdan. Doğru. Allah ömürlerini uzun kılsın. Allah razı olsun. Şu çıkanmayı kaldık biraz. Ağır kılıp şu yaptı da. Şu hizmetinin aldıraşçılığı da ağır kılavatısılar. Bu haftaki inşallah bu haftaki bir nasip oldu. Şundak. Hoş. Hemen sözünü sizlerge bersem bu Amerika'nı yıkından jıraqdan biraz tanıyımız. Ama takım yaxshi tanib olishimiz lozim bo'ladi. Bundan keyingi masalalarda sizlardek Amerikada uzun yildan beri yashayotgan akalarimizdan, inqilobchilardan bilsak, nihoyat yaxshi Amerikani. Amerika to'g'risida boshlaylik. Yana avval birinchi so'zim hozir Amerikada bo'layotgan faoliyatlar nisbatan Amerika qandaq bir inkasda bo'ladi-da. Amerika biz uchun o'rni nerede, qanchalik muhim degandek masalalarda shu Amerikani tanishdan boshlaylik. So'z sizda. Rahmat. Hamda Amerikaniki muhimligi hammalarga ma'lum. Amerikaniki bizniki davomimiz uchun, bizniki Xitoy hukumatiga besim ishlatishdagi roli uchun, hamdaki Amerikaniki dunyodagi o'zining o'rni ve dünyanın süper güçlü bo'lganligi sababidan Amerikaniki o'rni albatta naydi. Bizning uchun naydi muhim. Bu Amerika şu sebepten zaten bir yerde hem nime şu Amerikaniki merkezleştiği desek oldu. Bizniki davaniki nimesi bu. Hazır hem de Amerika bizniki davaga qandaq qarawatıdı deb size şunu deydiler. Yani Amerika'da uzun yıllardan beri bütün bu şu dava sepedeki qarindoshlarniki onun dikince Rabia Hanım 2005 yılı türmeden çıkandan keyin Rabia Hanım'ın yetakchiligida nayti aqlliq, nayti yaxshi, ratlik bir mücadele bir kurash elib berildi. Shuningga Amerikaningki har qaysi organlari, Amerikaningki kongress olsun, hukumat olsun, bu yerdeki xalqaro tashkilotlar olsun, shularning hammasiga bu Uyg'ur meselesi nayti yaxshi bir şekilde anlatıldı, uqtirildi, tunishtirildi. Shuningga bu Amerikadagi hozirgi masalan ilinayotgan natijalarning chiqimi vatandagi u besimninki bu qirg'inchilikning kuchayishi u bir tarafdan rol o'ynasa,
yana bir tarafdan mishadagi faoliyatlarniki nayt aqlli va yaxshi elib berilganliginiki bir natijasi qarasak bo'ladi. Shuningga Amerika har yerda, har xalqaro platformada bu Uyg'ur masalasiga ega chiqyapti. Ega chiqqanlik Amerika mushu xalqqa bo'lgan zulmninki eshishi bilan birlikda bo'lyapti. Ya'ni mushu Amerika bir cho'ng bir davlat bo'lgandiki, dunyoninki bir xo'jayini bo'lgandiki, bir inson haqlariga, demokratiyaga, kishilik huquqqa ahamiyat bergan, shuni o'zininki davlatning qimmat qarishi deb, diniy erkinlikka qimmat qarishi deb buni qabul qilg'ashqa, bu yerdagi qirg'inchilikqa chidab turolmayotganligi uchun, bu yerdagi qirg'inchilikqa qarab turolmaydiganligi uchun turolmasligi kerak. Shuning bu masalaga ega chiqyapti. Endi bu hamma davlat ega chiqish kerak shunga o'xshash. Hamma davlat buningga qarshi bir nima bilan deyish kerak. Xitoy hukumatiga besim ishlatish kerak. Amerika o'ziniki bu jihatga deyman Amerika hukumati vazifasini ado qilyapti deb o'ylayapman. Chunki shu BDT'da bo'lsin, ma'lumotga avgust oyidagi SER degan komitening yig'inidami bu masalani 1 milliondan oshiq Uyg'urninki jazo lagerlarida yetayotganligini Xitoy hukumati shu to'g'risida Xitoy hukumatini javobgarlik tortganmi bir amerikalik qiymatga olgan degan. Shuning bilan bu yaxshi bir boshlanish bo'ldi, chunki boshqa davlatlarga, boshqa tashkilotlarga BDT gap qilgandiki bu masalada bir jasorat berildi. Bizmi bu haqda gap qilsak bo'ladi ekan, Xitoydan qo'rqmasdan deb biroz bir jasorat bergan bo'ldi. Ikkinchisi endi yana BDT'da uningdan avval bilsizlar, bu Dolqunninki bizningki Dunyo Uyg'ur klubining raisi Dolqunning BDTga BDTning chiqarib etilishi, u yerga kirishiga ruxsat berilmasligi, shu nimadanmi Amerikaninki u yerdagi vakili ana Kelly xonim Nayta Xitoyni u yerda qattiq bir tanqid qildi va Uyg'urlarga qilayotgan zulmini, besimini o'ttirib qo'ydi. Mushumo Amerikaninki hukumatininki bir albatta bir ta'limoti bilan bo'ldi deb qaraymiz. Undan keyin Amerikaning hukumati, Amerika rahbarlari eng yuqori saviyada Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilayotgan zulmini tilga oldi. Muavin prezident Mike Pence, undan keyin tashqi ishlar ministri Mike Pompeo masalan bu masalani yuqori saviyada tilga olib Xitoy hukumatini tanqid qildi va o'tganki yaqinda Mike Pompeo'ningki bergan bayonotida bu masalani Xitoyni bir ig'ir til bilan ayblagan bo'ldi. Undan keyin Amerika kongressida bo'lsin jiq harakatlar bo'lyotdi. Buningmi masalan 17 ana kongressmen dastlabki nimada qadamda Amerika hukumatining va Xitoy rahbarlarining shu bizningki Sharq Turkistonda elib berayotgan qirg'inchilikda mas'uliyati bo'lgan Xitoy rahbarlarini javobgarlikka tortish, ularga jazo uyg'ulash to'g'risida Magnitskiy qonuni bo'yicha ularni jazolash masalasida xat yozdi. Bu nimami cho'ng bir ta'sir qildi butun xalqaroda, uningdagi boshqa ya'niki parlament a'zolarimi bir harakatga o'tdi. Undan keyin yana uning oqistilla yana 8 dona kongressmen yana bir nimaga qo'l qo'yib, Xitoy bir xatga qo'l qo'yib, buni Amerikaninki tashqi ishlar ministri va xazina ministriga evatdi. Shuningga Amerikada bu masala yuqori saviyada tilga ilinyapti. O'kinimotiga bir 2 kun avval Amerikaning muavin prezidenti Mike Pence shu Hudson instituti bergan bayonotida Xitoy qaratgan Amerikaning siyosati, yangi siyosatini bu yerda o'tirib qo'ydi. Shu siyosatninki tunishtirish jarayonidami bergan bayonotida bu tilga. Demak, Amerika hukumati bu masalani tilga ilyapti, bayonotlar chiqyapti va Xitoy hukumatini tanqid qilish uchun hatto boshqa davlatlarni Amerika bunga haydakchilik qilyapti.
boshqa o'xshash ko'z qarashdagi davlatlarningmi bu masalada bir nima danglar deb boshqa davlatlarga tavsiyada bo'lyotidi. Shunga o'xshashlar jim turib olgan, mushunchalik qirg'inchilikqa qarab hech qanday ovozni chiqarmagan islom davlatlariga her türlü yollar bilan, diplomatik yollar bilan, her türlü yollar bilan islom davlatlariga Amerika tavsiya qilyapti. Ya'ni bu shu Uyg'urlarga qaratgan siyoset tufaylidan Xitoyniki bir ovozinglarni chiqaringlar deganligida islom davlatlarini bir bunga ishtiryapti. Shuningga bu yerda endi yaqin pat arada mencha hem Amerika hükümeti tarafından hem Kongres tarafından yana nimalar yeni bir tedbirler nimalar o'rtaga chiqishi mumkin. Ciddi yani ameliy bir tedbirlermi ilinishi mumkin deb qarayman. Mesela ameliy tedbirler deganlar qaysi yani? Ameliy tedbirler degan masalan Xitoyda mesela Xitoyninki rahbarlarini mesela shu Magnitsky qonuni bo'yicha jazolash nimasi. Uningdagi o'sha Sharq Turkistonda o'sha Xitoy hukumatining hozir ishlatayotgan kuzatish texnologiyasi Uyg'urlarni kech kunduz kuzatayotgan texnologiyaga Amerikaniki ba'zi shirkatlari o texnologiya ularga texnikini bergan gap shu texnikni. Shu shirkatlarni buningdan mani qilish, bularni to'xtatish to'g'risida, ya'ni o'kinimi masalan Marco Rubio'ninki, senator Marco Rubio'ning shu to'g'risidagi xatiga bu Amerikaniki tijorat ministrligi javob berdi. Bu shirkatlarni hozir kuzatayotganligini, bu shirkatlarninki Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarini, Xitoy bilan bo'lgan olish-berish tijoratlarini yaqindan ko'zdan kechirayotganligi haqida ular javob bergan gap. Demakki bu yerda amaliy tadbir deganimiz shu. Xitoyninki masalan Amerikadan sezgur texnologiya ilish masalasida mushuni biladimi? Yani bir harakatlanish bo'lishi mumkin. Kongressdanmi amaliy deganimiz bir qaror loyihasi chiqarishi mumkin. Mushu nimada jiq ishlayapmiz. Mushu endi bir necha vaqtdan keyin amaliylashidir. Bo'libmi kongressdan chiqadigan qaror loyihasi balki bu yaqin kunlarda emas, o'sha 11-oydagi saylam degan. Afsus, saylam yaqinlashib qolib, 11-oyda saylam bo'ldi Amerikada. Bütün o'sha kongressmenlar va nima senatorlar saylam bilan bo'lib ketib, hozir bu masalaga hammasi qiziqyotdi. Berib ko'rishyapmiz. Har kundagidek biz shu kongressda senatorlarning ishxonalari bilan, kongressmenlarning ishxonalari bilan davomli ko'rishib turyapmiz. Shu masalani nechta bu masalani qo'lga oldi. Lekin endi shu saylam nimasi bu bir to'sqinlik bo'lyapti. Shuningga bu yerda biz biraz endi shu 11-oydan keyin bir amaliy qarorlar chiqishi mumkin Amerikaniki davlat majlisi tarafidan. Yani bu Amerika bilan Xitoyning o'rtasidagi bu tijoriy masalaninki siyosiy qismi bilan tijoriy qismini ayirib bergan bo'lsak, qarindoshlar. Ya bu ticari hozir Amerika bilan Amerikaniki tijorat urushi bilan bu Amerikaning bu nima bilan bizningki masalamizningki bir nimasi yo'q, munosabati yo'q deb qarayman. Chunki u Amerika shu Amerikaningki uzun yillardan beri Xitoy Amerikani aldab kelganligi, tijoratda saxtpazlik qilib Amerikaningki butun texnologiyasini o'g'irlaganligi, noit bu yerda Amerika qarshi tijorat nimasida tanqo'sizlik va uningdan keyin 370 milliard dollarlik jiq mol sotadi Xitoy Amerikaga. Va eksport qiladi. Amerikadan olgan nimasi noit oz. Bu yerda noit tanqo'sizlik bo'lg'achqa prezident Trump o'sha tanqo'sizlikni o'ngshash uchun Xitoy hukumatiga bu haqli Trumpninki bu bojni Xitoydan kiradigan mollar qarta tarif nimasini o'staganligi bu haqiqiy bir nima. Bu Amerikaning o'zininki milliy manfaati bilan bevosita to'qnashadigan masala, iqtisodiy manfaati bilan. Shuningga buni Amerika biz uchun qilmayapti, o'zi uchun qilyapti. Bizga qilayotgan masala bir inson haqlari, bir haqsizlik, bir davlatlarning bularningmi ashunchalik bir qirg'inchilikqa qarab turmaslik nimasidagi bir irodasi.
Bu devlet Amerika bütünley bu tarihten beri aşındak nimiçe kırgınçılık kılgan rejimlaga, devletlerge karşı çıkan gap. Mesela 2. Dünya Uruşu'da mı Hitler'ge karşı çıktı. Şu Yahudiler karta şunçalık kırgınçılık elip beri bağlanlığı için. Bu dünyanı basımında işgalçı bir nim bile hareket kılganlığı için. Bir adım o, hem de bizninki meselemizdeki Amerika'dan yamancık ilke hakni qo'zg'ab etganligi hamma tashkilotlarning diqqatini qo'zg'ab ketganligining bir nimasi Xitoy hukumatining 2. Dunyo urushidagi jarayonidagi uningdan avvalgi Hitlerning shu fashistlarning Yahudiylarga qarata elib borgan shularni qirg'inchilik qilish, shularni qirish maqsadida, yo'qotish maqsadida elib borgan nimalarga o'xshab ketib qolganligi. Şununla hiç nime karmay bir milletni, bütün bir milletni nişan edip, kıyır var mı, yaş var mı, küçük var mı, çoğun var mı, okuğunu var mı, dihkanı var mı, her kayıs kestin, nemeden bolsun, bir milletinin, bütün milletni nişan edip, ulanı yok kılış maksadıyla, şu ceza lagerleri soluğallığı, şu yerde tutup duruvatkallığı, bu Amerika'da şu hakını kozgulgan nimelerinin biri şu. Çünkü Amerika halkıga bu mesele muşadır Xitay'ın kılıvatkan Uygurlar'a karattan kırgınçılık hareketi Amerika halkıga şu 2. Dünya uruşudaki Nazilerinin, faşistlerinin ki şu Yahudiler'a karattan kırgınçılık, başka milletler'e karattan kırgınçılık hareketini esletti. Şu çağda dünya vədi bergen gap. Bu nimini ikinci biz muşundak bir kırgınçılıkның, muşundak bir haksızlıkның, muşundak bir milletinin yok kılışının, toptan yok kılışına ruhsat kılmaymayız. Ne var again degen bir nimi var bir yerde. Bu tekrarlanmaydı o. Tekrarlanışıga yani bununki biz yol koymayız degen vədisi var. Dünyadaki çoğun devletlerinin, şu çağda galibik olan devletlerinin. Şununla Amerika şunun yani çünkü Amerika'daki mutaxassislar mı, Amerika'daki tarafsız mutaxassislar mı, ondaki jurnalistler olsun, bu başka insanlar olsun, muşun hemen tekrarlanış aldığında turudu degen agahlandırışı veriyordu Amerika hükümetiyle. Mesela eğer Amerika hükümeti, eğer dünya bu Xitay'ın muşu hazırki ilip veriyordan kırgınçılık hareketi karşı bir hareket kılmasa, bunun aldığını iliş için ciddi tedbir almasa, şu kırgınçılık tekrarlanıp gelişi mümkün de. Hatta bu Ryan Turm da bir Amerikalı mutakassis var, Xitayşınas mutakassis. O 26. 7. ayının 26. günü boğan nimede, şu guvalıktan ötüş yığını da Marco Rubio, Senator Marco Rubio ve Chris Smith tarafından teşkil kılıngan bu şu guvalıktan ötüş yığını da şunda dedi. Bunu dedi, naiti bununki kırgınçılık ihtimali var. Kırgınçılıkı öldürüp ketiş ihtimalidir. Ben endiş kılıman dep şu yerde uçuk dedi. Bu nimeler onun dikinse bir yerde naiti hürmet saza var. Şu hemme adam, hemme gizçiler hürmet kılgan bir Jeremy Cohen degen bir adam var. Şu adam mı hazırki buluvattan, hazırki şu Xitay hükümetinin Uygurlar'a karatkan bastırış siyasetini bu insanlığa karşı bir cinayet de açık aşkara bunu şunda da tariflep, şunda da tunuştu diye Amerika halkıga. Onun dikin Amerika'daki çoğun gizitler, mesela nayte bu gizit okuydu Amerikalıklar, gizitte yazılgan nimege işini do ve onunla köngül bölüdü. Şunda kulak bu nimede Wall Street Journal'da bolsun, Washington Post'u bolsun, New York Times'ı bolsun, bu şundak gizitelerde arkadan boş makalla ilan kılındı. Bu boş makalladı mı bu Xitay hükümetininki hazır elip verivattan siyasi hazır şu ceza lagerleri şu çağdaki Nazi Germanya'sınınki Hitler'ninki concentration camp'taydı. Şu reviliş lagerlerine okşatıldı. Şular okşaş dep bir yerde bildirildi. Onun dikinse bununki yani bir nimede bazılar başmakallar ilan kılıp, muşi gazetelerde ilan kılınan başmakallarda
bu ilip beriyotgan siyasetini bir irqiy qirg'inchilik, irqiy tozalash deb bayon qildi. Shuning uchun Amerikada bu nima shunchalik bir ta'sir qo'zg'adi. Amerikaga bu yerda ilib beriyotgan faoliyatlar va faoliyatlarning sirtida Amerikaliklarning o'zining o'zligidan bu masalaga ko'ngil bo'layotganligi bu bir elaqa. Bu Amerika hukumatiningki buningga jiddiy bunda bayonotlar berib, bunda yuqori saviyada bu masalaga ega chiqishiningki bir sebebi deb o'ylayman. Allah razı olsun. Sizin şu on taraflarına biraz sürülüp koysalar bir 10-15 santimetre. Sizin on taraflarına. Takım yaxşırak görüp olaylı sizin kömek mi yaman ters olup gitdi eken. Rahmat. Amerika'da hem de hazır ciddi hizmetli buluvatıdı. İmza deyimiz veya ki başka yani Dünya Uygur Kurultayı'nınki siyasi faaliyetleri buluvatıdı. Neçkünün aldığı Avrupa İttifakı'da ilingan karar buna ait biz için bir hoş haber buludu. Yani yakın zamanda Amerika'nınki bir meyli Magnitsky kanunu olsun, meyli başka cihetli olsun bir kanun ilip bir ciddi bir hazırki yoktulavatkan yani Xitay tarafından yoktulavatkan Uygur milletininki bu zulümden kurtulup kılışık nispeten bir kadem itiş ihtimalini yani bir ketim soraysın yani Ya kadem itiş ihtimalliği bada biz hazır görüşüvatkan adamlar mesela hükümetten bolsun, ötkende dolqun keldi hatta Aksaray'da bolsun, görüşüvatkan adamlarning bizga berivatkan qoldirayotgan ta'siri shu. Bundaq bir nima bo'lishi mumkin, bir qaror chiqishi mumkin degandim. Endi buni yomon ochiq bu yerda so'zlab ketdim. Bu ammo bir qaror chiqadi deb o'ylayman. Chunki hamma odam bir qaror buningda ham fikr. Bo'lib kongressda mesela her gün dedim o görüşüvatımız, kongres ofislerini ziyaret kıvatımız, görüşüvatımız, olar xeyli çoğun nimelerden anlayan gaplarımız hem de bu. Şunda bir karar çıkışı mümkün. Ötken mesela yakında, 26 çisla, Asya Şube Komitesi, Taşkı İşler Komitesi'ninki Asya Şube Komitesi bir uvalık birleşikliğini ötküzdü. Üyede bizimki Nuri Türkel sözledi, başka mutaxassislar battı. Germaniyadan Zenz, Andrian Zenz hep geldi, şu sözledi. Bu şu komite başlığı bilen bu nayte yaxşı sözleştik. Komite başlığının bu demesi şu. Hemmisinki bunun da bir fikir birliği var. Bunun karşı biz bir nime kılışımız gerekti. Hazır şu bir neçe kongresmen bu teşebbüsünü kol aldı. Bu çokum boluda hem de kongresmenlerinki isimlerini demeydi. Müşahede bunu kolga aldı. Bu çokum bir yerden bir karar çıktı. Her kandak şekilde bozuldu. Hatta ama aldığımızdaki 10. şeysler yana şu Marco Rubio, Senatör Marco Rubio ve Chris Smith şu Xitay Komitesi'ninki Amerika Devlet Meclisi Xitay Komitesi'ninki o yıllık dokulatı var. Dokulatını ilan kıldı. Bu dokulatını ilan kılışını mesela ayrı bir teşebbüslerini ilan kıldığını bildirdi. Yani şu bir muhbirlarni kütüveli yığını açıdı. Şu yığın jarayonida şu dokulatni tonuşturuşda yığını muhbirlarni kütüveli yığını jarayonida yani yeni teşebbüslerini o'ttirib qo'ydi. Bu nima bir yana biz bir qarindoshimizni boshqa bir davlatdan akammoqchi bo'lgan, lekin u shu Marco Rubio o'zi bunga chaqiriq avatgandi. Uni avatsak bu yerda viza o'zgarmay qilib, u qarindoshimiz kelolmay qoldi. Bu misol shu shohidlikqa berish uchun o'zi shu nimada jazo lagerida yotgan bir qarindoshimiz miyakib shu muxbirlarni kutib olishga qatnashadi. Bu yerdagi ba'zi Uyg'ur qarindoshlarimiz bunga qatnashadi. Demakki bir nima bor. Ama Xitay hükümetinin bu bir yerde hazır Xitay hükümeti bu nihayet çok bir faaliyetini başlattı bir yerde. Şununla bu faaliyetlerimizi, meyadaki hareketlerimiz nihayet dikkatli nime edip verişimiz gerek. Çünkü Xitay hükümeti bu şu Amerika'nınki Xitay'a her kandak bir Uygur meselesi sebebinden ceza tatmaslığı bazı Xitay rehberine. Şunun için Magnitsky kanunu boyunca bazı Xitaylarni bu ceza vermezliği doğrultusunda nihayet bir ciddi hareket götürgen. Nihayet akıllık hazır ular faaliyetlerini ilip veriyordu Xitay'ınki ama şu lobbyçileri. Bir yerden diyen biz şunçilik aciz durup yana muşunçilik işler müşahede buluyordu.
vatandagi Xitoy hukumatining 1 milliondan oshiq Uyg'urni jazo lagerlariga solishi bir tarafdan u haydakchilik qilayotgan bo'lsa, Amerikaning birodariga bu yerdagi Uyg'urlarning faoliyati shunchalik önümlü bo'lyotidi. Chunki Xitoyninki hozir bu yerdagi lobby shirkatlari var. 100 milyon, 150 milyon dollar yillik budjet bilan ishlayotgan Xitoy lobbychilik shirkatlari var. Hatto Amerikaninki burunqi sobiq shu nimaning davlat majlisi raisi hozir bir Xitoy lobby shirkatida ishlaydi. Xitoy lobbychiligini qiladi masalan. Shuningga o'xshash nihoyatda kuchli odamlar bor. Bu burunqi masalan bexatarlik kengashining ba'zi raislarining ba'zilari Xitoy lobbychilik shirkatlariga ishlaydi. Shundaq turibmi bizning masalamiz mushunchalik Amerikada nimaga ega bo'lyotidi, qo'llashga ega bo'lyotidi. Chunki o zulm haddidan eshib ketdi, bir qirg'inchilik. Bu qirg'inchilik harakati bo'lganligini Amerika jamiyati, Amerikaning nurg'un siyosatchilari buni mushunda deb qabul qilgan holda. Chunki ularning og'zidan shu gaplar chiqyapti masalan. Hozir bu bir qirg'inchilik, bir irqiy qirg'inchilik bu yerda Xitoyniki Uyg'urlarga tarafdan siyosati. Buningga cho'qim bu yerda yaqinda, hamda uni men demay qachon bo'lganligini, yaqinda masalan Oqsaroy tarafidanmi, hukumat tarafidanmi bir nima elinib qilish ehtimoli nihoyatda yuksak. Qaror elinish ehtimoli. Ya'ni lager to'g'risida demoqchimisizlar? Lager to'g'risida qaror chiqishi mumkin nimadan? Kongressdan. Ikkinchisi andiki shu Magnitsky bo'yicha bu ba'zi Xitoy rahbarlarini jazolash, ularga shu Magnitsky qonunni ularga tatbiq qilish masalasida bir qaror chiqishi mumkin. Ya'ni bu saylam qachon bo'ladi oldimizda? Bir saylam 11 ayning 6'sı bo'ldi, 6'sı. Bu midterm election deydi. Şu election sebebinden hozir masalan Kongress bu ay mana butunlay shu kongressmenlar o'zininki nimalari ketdi. Aş saylam rayonlarida ketgandiki bu yerda hozir hatto kongressmenlar komedi desek bo'ldi. Hammasi o'zininki shu saylam rayonlariga berib bu tashviqot elish kerak ma 11 aydagi saylamga tayyorlik qilish uchun. Shuning uchun bular hammamiz biz so'zlashyapmiz, ular nima qilyapmiz? Bu masalan hatto ba'zi qaror loyihalarininki qanday qaror loyihalari chiqarish kerak deganimizda bizmi ular bilan hamkorlashyapmiz. Qaror loyihalarini loyihasini avat beryapmiz. Burunqi qaror loyihalari bilan uni selishtirib, yangi nimalarni qo'shib, shunday jiq xizmatlarni qilyapmiz endi. Hammasini o'chib bu yerda deyishimizdan hojat yo'q. Jiq xizmatlar bo'lyapti bu joyda. Allah razı olsun. Biz bu chunki shu bu yerdagi kishilik huquq qurilishi yo Uyg'ur Amerika jamiyati bo'lsin, bu yerda butun kuchimiz bilan hozir ishlayapmiz. Chunki shu hozir qo'zg'algan Xitoy qarshi qo'zg'algan norozilik, uningdikingsa hukumatniki biraz buningga qiziqishi, siyosatchilarning qiziqishidan foydalanib Uyg'urlarga amaliy bir ish qildirib olaylik. Chunki bu matbuot hozir matbuotniki bu qiziqishi bir davomli bo'lmaydi endi. Biraz davomlashib bu matbuot uningdagi boshqa bir masala chiqib qolsa, hammasiningki diqqati shu tarafga burilib ketishi mumkin. Gerçi hozir shundaq Uyg'urlar masalasida har kun degidek bir nimalar chiqib, her gün degidek maqolalar chiqadi, xabarlar chiqadi. Bütün Amerikaning cho'ng gazetalari shu Uyg'ur xabarlari bilan to'ldi. Lekin buningki bu davomlashmaydigan bir ish. Bu uzun davomlashmaydi. Chunki bir necha vaqtdan keyin boshqa bir ish chiqib qolsa, matbuotningki diqqati o tarafga qo'zg'alib ketib qolsa, uni qaytadan bu masalaga burash tez bo'ladi. Shuning uchun biz kech kunduz tirishyapmiz, ishlayapmiz. Buning shu nimadan foydalanib, shu qo'zg'algan qiziqishdan foydalanib biz Uyg'urlar uchun amaliy bir ish qildirib olaylik. Albatta. Allah razı olsun sizdan qilayotgan ishinglarni ko'rib turyapmiz. O'tgan qitim to'la yuguribsizlar, zukamdab qilib, og'rib qilib, tas qoldik sizdan og'rilib qolg'ili. Allah ömür misla ağırlıp kalmaysa inşallah bir qimmatdan ölmeyimiz deb o'ylayman inşallah. İnşallah. Görüşmese efendim ölmeymen deb ketib qoldi.
Allah ömrünü uzun kılsın. Men bir qarindishimiz yozibdi, men Ömer akamni Muhammad Emin bug'roq o'qishdimi deb. Allah razı olsun. O biz tek onda okşaydıgan bir dereceye bağımıdık. Mehmet Emin Boğra Efendimiz'in ki o kılan işlerini biz kılanmadık. O bir inkılapçı, kan töküp, can verip, kırındaşlarına kurban verip, Şarkı Türkistan'ın müstakilliği için şunda küreş ilip bağın bir rehberimiz. O şu insanların izledin bana alırsak bu çoğun gel. Şununla beni tekrar o Mehmet Emin Boğra Efendimiz'e bizden o sabık rehberlerimizden Mehmet Emin Boğra Efendimiz'e okuşturgan nime emes dekimen. O vaziyette emes. İnşallah şularının kılan iş izlerini biz yaşadık. Şarkı Türkistan azat bo'lib qolib qolsa inşallah aşademga o'qishdamiz. İnşallah. Vaqtcha xizmat qilib tursinlar inşallah. Allah razı olsun. Bu nima uchun bu saylamga mudohala qilayotganlik to'g'risida xabarlar chiqyapti Xitoyninki. Ashunchalik kuchi bormi Xitoyning Amerikada saylamga ta'sir ko'rsataylik noposi yoki kuchi degandek narsa? Şu Amerika naytı bu Xitay karta bir mandat etken çağda naif deydi hem de mağla. Şunda bir siyasetini elip bir bağın gap yani Xitay 20 neçe yıldan beri Amerika'nı aldap gelin gap. Aldap. Amerika şunun aldığını Xitay'ını biraz terakki kıldırsa, Xitay'ını biraz bayıksak, şunun öğrense bu Xitay özlüğünden demokratik bir nimeге ötüdü, bizninki akımızda manıdı, bizning kurgan sistemimizge hürmet kılıp şu sistem içinde bir devlet boludu deb şununla Xitay bilan bu hamkarlashib kelgan gap. Ama Xitay baştilla Xitayning maqsadi u hammamizga ma'lum-ku, o'sha Uyg'urlar hamda Xitoyni yomon yaxshi taniydigan bir xalq hamda. Bir Tibetliklar bo'lishi mumkin, bir Uyg'urlar. Çünkü bu başka milletlerinin Xitayni tanışı, Xitayning nayda qiyin, çünkü aldı etilgan bularni, nayda aldığan gap Xitay aldab turib 20 neçe yil o'zini mushu saviyaga yetkazib oldi. O'kuni prezident Trump dedi mesela biz 25 yil nimasida mush Xitoyni mushunda qaytadan qurib chiqdik deb. Rost shu degan gapi. Xitoyni qaytadan qurib chiqilishiga ve muşunchilik boy bo'lib dunyoda mushundaq bir süper cho'ng bir davlat bo'lib chiqilishiga kim sabab bo'ldi? Amerika, başta Amerika g'arb davlatlari sabab bo'ldi. Bunun texnikni badi o'g'irladi bu texnikni. Onun dikin iqtisodiy jihatdan bu Xitoyga degan shunchalik sharoitlarni yaratib berdi. Dunyo tijorat nimasiga a'zo qildi. Shuning bilan Xitoy bu hammadan foydalanib, Deng Xiaopingning Jim turib mushu kuchlaninglar degan nimasi bo'yicha Xitoy menib kuchlanib anandikinda Xi Jinpingning zamonida kelgan chog'da Xi Jinping andikin o biz kuchlandik endi degan qanoatga kelib anandikinda Amerikaga tunji kelgan chog'da Obama bilan kurashganda endi Xitoy cho'ng bir davlat bo'ldi. Amerika bilan Xitoy orasidagi munosabatlar cho'ng ikki davlat orasidagi munosabat bo'lishi kerak deganimni o'tirib qo'yib Amerikani shu chog'da bir titratdi. Ana dekinza hozir endi asta mushunda nimada Amerika o'zining qanday xatoliklarni ishlaganligini endi asta bilyapti. Bu yerda kitoblar chiqyapti Xitoyni Amerikani qanday oldiganligi. Onun dikin hatta bir kitap chiqdi. Hozir Trump masalan şu kitapni endi şu kitapning yazarını en qalantliq Xitoy mutaxassislar konuştu diye ötkende Michael Pillsbury degani. Tunigam ülüşkün nimada Hudson Institute'dagi bayonotida Mike Pence mo ikki qitim shu Michael Pillsbury'ning so'zini ismini atadi ve qilgan gaplarining jiqi Mike Muavin prezident Pence'ning shu yerda bayonot bergan bayonotida qilgan gapining jiqi şu Mike Pillsbury'ning kitobidan ilingan gaplar. O kitapta yani Xitoyning qanday rezilliklar bilan Amerikani aldab musha yer kelganligi
Ondan keyin hattoki 20 yil Amerika bir Xitoy shpiyonining masalan Amerikaga qo'ygan bir Xitoy shpiyoniningki tavsiyasi bilan Xitoy qaratgan siyosatini belgilaganligi masalalari o'rtaga chiqdi. Undan keyin hozir hamda Amerika qarasa iqtisodiy jihatdan Amerikaga ziyon, qanchalik ziyon solganligi o'rtaga chiqyapti. Undan keyin bu yerda shirkatlar masalan Amerika bilan hozir Xitoyning yangi chiqargan qonunlari bo'yicha sirta chet elning shirkatlari kirsa %50'ni Xitoyninki Xitoyga berish kerak u shirkatning. U o'rta shuning sherik bo'lish kerak. Undan keyin ularningki texnikiningki har qanday sazgur texnik bo'lsin, Xitoy bilan uni o'rtaqlashish kerak. Shunda nima bilan Amerika bu Xitoy Amerika şirketlerine ekiliş orqali o şirketlarninki bütün texnikalarini o'g'irlab bo'lgan gap. Bu Amerika degan necha 10 yillab o şirketler onun ustida tadqiqot elib berib, ijod qilgan, yasab chiqqan ya yaratgan şu texnikasini Xitoy bekaga hech qanday nima bermay turib, hech qanday pul to'lamay turib, hech qanday bir mablag' solmay turib, sahib bo'lib o'tgan gap. Şunun bilan bu mesele mi yani Amerika'da bu nimaga sebep oldu Amerika'nınki o'ttirga chiqish nimasiga. Ama endi bu Xitoy şunun bilan hamma yeriga kirib ketgan gap Amerika'nınki. Üniversiteleriga bir haqsizliklar, hayron qoldigan haqsizliklar bor. Bu Amerika bunga qarshi tadbir edish kerak. Masalan, o'tganda bir nimada olmasam Xitoyninki Amerikada 700 neçi mi? Şundak jurnalisti var ya. Mesela muhbiri var ya Xitoyninki. Bu muhbirlar her gün nereye bazı barıdı, nereye kirdi, kimden nima so'raydi. Lekin Amerika'nınki onunla qaraganda nayt azlı bir muhbiri var. Beijing'de turuştu hem de. Amerika'nın çoğun televizyonlarının gazetelerininki. Ularninki vize ilişinin təsdiqi. Ularning onundaki her ikisinin çeklengenliği. Nerede varsa o Xitoy Tashqi ishlar ministrligiga so'rab, aşılarning ruxsati bilan boradiganligi. Mushundaq qilib haqsizlik. Ondan keyin Amerikaning mush universitelarida bu Xitoy o'quvchilar va akademiklar nimasi deb bir jamiyat var. Bu jamiyatning hammasi shu Xitoy hukumatiningki, Xitoy Kommunist partiyasining hatta hukumatining puli bilan mangadigan, shularga beqindi bo'lgan hamma yerda Xitoyning tashviqotini ilib borgan shunday nimalar jamiyatlarda Amerikaninki nimalarda bular erkin ozoda faoliyat ilib boradi. Amerikaninki u Xitoyda undaq bir nima qurishininki shu orqali Xitoy yamanjiq amerikaliklarni aldab, yamanjiq Amerikaning har yeriga, har nimasiga kirib ketgan. Anikin bu boshda Amerika o'qishga borgan amerikaliklar masalan Xitoyga borgandiki o Xitoylar o maktablarda Amerikaning keldi degandiki voy deblar orig'i iplar o Amerikadan necha minglagan Amerika o'quvchisini. Ondan keyin ular bilan shu ularga yaxshi muomala qilib Xitoyninki nayt cho'ng bir madaniyat bo'lganligini, u bo'lganligini ularga deb tunishtirib shunday qilgandiki, mayoq qaytib kelgandiki, u amerikaliklarning qamlisi o'zgarib, bu Xitoy degan yomon bir madaniyatlik, yomon bir cho'ng bir davlatga, xalqimi yomon bir tuz xalqga, samimiy bir xalqga degan nimada bu Amerikada shu nima hokim bo'lgan gap. Ammo keyin endi yaqinqi mazgillarda bularning hamma nimani endi fosh bo'lib chiqyapti. Kongzi instituti degan mayada Constitute instituti. Bu institutlar orqali Xitoyning qanday universitetlarni kontrol qilishga tirishganligi. Uningki o'quvchilarning nurg'unning shu Xitoyga ishlab nima qilayotgan bo'lganligi. Undan keyin ulardan Xitoy hammasini shpion qilib ishlatganligi mumkin. Chunki hatto Amerikaninki FBI ninki raisimi deydigan. Bu hatto shu nimaga o'sha ichiga kirib ketgan gap Xitoyninki hozir shu shpionlik faoliyatlariga. Shuningga Amerikami bir silkinyapti. Bir silkinish kerakdi, silkinyapti. Hamda bu tijorat nimasini o'tiradi. Tijoratda Amerika Xitoyni hech qachon bu nima urushni ziyon tortadiganligi men nurg'un odamlar ishonmaydi. Chunki Xitoy u Amerika bilan u nimada ammo Xitoyning bir nimasi bor bu yerda hamda
mana midterm election dedi, bu yerda saylan var endi. Xitoy bu zaman hozir Xitoyninki Amerikaga qarshi turayotganligi, qarshi turolmaydi aslida. Turayotganligining sababini nurg'un insonlar bu Xitoy hozir Amerikaning bergan ziynini, o'zining puli bor hozir, shu pulni nimaga iqtisod oqtirish, nima kiritish orqali o'z ziyonini qamdayman deydi. Uning ikinda bir necha yildan keyin balki bu Trump ketadi deydi, yana bir saylandı, bulamdı, bo'lmamdi deb. Shuningga u to'g'ri bo'lishi mumkin. Mike Pence o'zi muavin prezident dedi, Xitoy hozir Trump'ninki ikkinchi qatim saylanib qolmasligi uchun hozir nihoyatda jiddiy nima ko'rsatyapti, faoliyat olib beryapti. Bu to'g'ri, chunki u Xi Jinping degan hayot bo'yi prezident biat turaverdi. Ammo Amerikaninki nimasi mushu endi ojiz tarafi saylamda Trump ketib qolsa balki boshqa bir hukumat kelib, boshqa yana bir yumshoqroq siyosat yurgizishi mumkin. Bu jihatda endi Xitoy shunchalik masalan bayan men degandek bu Xitoylar, bu Amerikada Xitoylarninki lobbichilik nimalari bor. U Amerikaning o Xitoyda undaq qilishi mumkin emas. Lekin Amerikada bu demokratik davlat bo'lgandiki, bu Xitoy nurg'un pul xarjlab Amerikaninki muhim yerida ishlagan, eng yuqori tabaqalarida nima bo'lgan, munosabati bo'lgan insonlarni o'zining o'sha Xitoy lobbi shirkatlariga ishqibozli million dollar xarjlaydi. Ular uning ikinda hamma yerda Xitoyninki nimasini qilib, gapini qiliblar. Lekin Xitoyga foydali ishlarni qildi. Amerika bilan Amerikaninki Xitoyga qarshi bir masalan shu jazo masalasida hozir nurg'un faoliyat olib berilyapti Xitoy olib beryapti Amerikada. Mushundaq Magnitskiy qonuni bo'yicha Xitoy shu masalan Sharq Turkistonda olib berayotgan qirg'inchilik harakatida mas'uliyati bo'lgan Xitoylarning jazoga tortilib qolmasligi, shu Magnitskiy qonuni bo'yicha jazolanmasligi uchun nurg'un ochiq faoliyatlarni hozir nurg'un yerda faoliyat olib beryapti. Bu faoliyatlarni qanday olib beryapti deseniz, shu Xitoy bilan birisi lobbichilik shirkatlari, ikkinchisi Xitoy bilan cho'ng tijoratlari bo'lgan shirkatlarni shularni da'vat qiladi. Sizlar berib ishning oldini ilinglar degandiki, ular qanday qilib desanglar, stop ketgan gap bu Xitoymi? Ular undan keyin shu bizga ega chiqayotgan, bizga nima qilayotgan kongressmenlarningki saylam rayonlaridagi shirkatlarni bu kongressmenlarga telefon qildi. Ya shularni bular bilan kurashtirib berib, ular bunda qilmanglar, ya mandaq bu Magnitskiy'dagi malni kirgizib qolsanglar, ismlarni bizningki Xitoyda bo'lgan tijoratimizga bu nima yetkazib deb, shuni oldini olishi mumkin. Shuningga bu yerdagi kurash nihoyatda qiyin bir kurash. Ammo Amerikaning qimmat qarashiga ega chiqayotgandiki o'zi, shu qimmat qarashlarga tiqi hurmat qilayotgandiki, shu qimmat qarashlarni o'ziniki bu davlatningki asosi, qurilishining asosi nimasi asosiy deb qarag'ashqa bu bizning masalaga endi siyosatchilar yanılar qiziqyapti, ko'ngil bilyapti, musha haqda bir tadbir qilish uchun jiddiy tirishchanlik ko'rsatyapti. Allah razı olsun, rahmet. Bu Amerikadagi Xitoyning yo'g'on qo'sa qolib, yo'g'onab ketishidagi bu masalani kim keltirib chiqadi? Ya'ni qaysi prezident? Clintonning davridimi yoki bu Obama davridimi, Bushning davridimi? Qachondan beri yo'g'onab ketdi bu Xitoylar? Ya Xitoylarning yo'g'onab ketgan nimasi? Endi Amerika shu Nixon davrida birinchi shu yerga borgan odam Henry Kissinger'ninki ko'rsatmasi, yo'l ko'rsatishi bo'yicha Sovetlar qarshi turish uchun, Xitoyni o'ziga tortish uchun bular nurg'un yo'l qo'ygan gap Xitoyga. Uning ikinza shu hatto shu nimada 100 yillik maraton degan kitobda bayon qilinishicha eng ko'p Xitoyga yo'l qo'yilgan vaqt nima ekan? Prezident Reagan davri ekan. Xitoyga butun shu Amerikaning texnologiya nimasini darvozalarini ichib o'tgan vaqt. Uning ikinza iqtisodiy jihatdan bo'lgan chog'da bir nima botdi endi. Bu Xitoy iqtisodiy jihatdan Amerika Xitoyga alohida bir o'rin berib, Xitoyning Amerika bozoriga mal setish shu yo'l qo'ygan bir
most favorite nation degan bir nima status degan bir nima bor. U da har yili u nima bo'lib turadi, yengilinadi. Shuningga har yili uning kinza bu yengiladigan chaqda Xitoyning hozir nima qilyotidi, qanday qilyotidi, insonlar qanday muomala qilyotidi, masalan inson haq huquqlariga hurmat qilyotganligi bu nimalar nihoyatda munozara bo'linadi. Xitoy bir ig'ir ahvolda qoladi. Har shu nima qonun yangilangan chaqda. Buni Clinton, Bill Clinton bu nimani iptashladı. Her yili yangilash nimasini iptashlab, buni doimiy qilyapti Xitoylar. Bu nima nihoyatda bir cho'ng bir xato ishdi. Shu xato nimasidir? U nima qo'ldan ketdi nurg'un insonlarningda shucha 90-yili shu Xitoyga qarshi har yili Xitoyni so'roq tortilgan, har yili javobgarlik tortilgan inson haqlari masalasida boshqa millatlarga selayotgan zulmi yo bisimi masalasida so'roq tortilgan shu fursat qo'ldan ketdi. Shu nima bo'lgan sari Xitoy uningda Amerika bilan munosabat albatta iqtisodiy munosabati kundan kunga shu taraqqiy qildi. Shuning bilan Amerika Xitoyni shu holiga shundoq bir jonivor bo'lib yetishiga sabab bo'ldi. Shu Amerikaningki iqtisodiy jihatdan yo'l qo'yishi, texnik jihatdan u Xitoyni qamdishi har turli texnik nimalar bilan shu holga keltirdi. Endi Amerika bir isiga kelib, bunda qilsa bo'lmaydi, bu Xitoyning niyati yomonka, bu Xitoyning niyati hozir Xitoy uningdagi yaxshi bo'ldi deyish bo'lmasa, bu Xi Jinping o'zininki Xitoyninki asli niyatini oshkorladi. Demak, biz seninki qurgan sisteming bilan mangmaymiz. Biz o'zimizningki yangi dunyo nizomini qurib chiqamiz. Amerikaningki qurgan, masalan, Amerika 2-dunyo urushidan keyin shu hozirgi sistemni, hozirgi dunyodagi butun nimani qurib chiqdi. Shuning bilan biz mangmaymiz. Biz o'zimiz yangidan qurib chiqamiz bu sistemni deganimizda o'tirib otdi ham shu nimada mengyotdi. Shuning bilan Amerika har yerda uningdikinza bu Xitoyninki nimasiga hirsiga duch kelyapti. Xitoyninki qarshilik nima tirkishiga duch kelyapti. Shuning bilan Amerikandikinza bunda qilsak bo'lmaydi ekan. Bu Xitoyning niyati yomonka, bu Xitoyning niyati biz qurgan butun nimani og'dirib, yangidan bir o'zi bir sistem qurib, shu sistem bo'yicha dunyoga bunda hokim bo'lish niyati bor ekan deb, anandikinza Amerika hozir endi siyosatlarni yo'l qo'yadi. Bu Amerikaning o'zining milliy manfaati, iqtisodiy manfaati, Amerikaning strategik manfaatini hammasini ko'zda tutib nima qilgan yo'g'on siyosat endi. Bu siyosatning ichida teqa Uyg'ur masalasi u siyosatning ichiga kirgani yo'q ekan. Ammo shu Uyg'ur masalasining bu asta ahamiyatini qo'lgandan keyin balki uning ichiga kirishi mumkin. Hozircha uning ichida emas mencha. Ya'ni Abaysil deb o'tib ketdilar, shu Dunyo Uyg'ur qurultiyi yengib kelyotidi, shu Amerikadagi shu nimalarni har cho'ng lobbichilar bor dedilar. Bu lobbichilar asosan Sharq Turkiston mustaqillik harakatiga, Sharq Turkiston xalqiga Dunyo Uyg'ur qurultiyining xizmatini yo'q qilish uchun harakat qiladigan ayrim lobbichilar bormi Xitoyninki Amerika turishliq? Albatta umumiy nima Xitoyga nima bo'ladi, lekin asosan Xitoy bilan munosabatlar yaxshilansa, albatta Amerika bizni hech qanday nimamizni nima qilmaydi, qo'llamaydi. Shuningga bu nima, masalan, Clinton davrida, Clinton deyman, Obama davrida bizga bizning eng ig'ir ahvolda qolgan davrimiz Obama davri. Mesela Obama kelgandan keyin rasmiy hatto Amerikaningki o'sha Xitoyninki lobbichilari bu Amerikadagi shu nurg'un muhim yerlardagi insonlar bilan yaxshi munosabat qurgan bo'lg'achqa, u insonlarmi Xitoyni bir ajoyib bir odamlar chiqdi u chog'da. Masalan, u Xitoyninki aslida o'sha Amerikaning bexatarlik kengashining Xitoy ishlarininki mudiri, Xitoy ishlarini boshqaradigan odam Jeff Bader degan odam. Bu odamninki ko'z qarashi Xitoy endi cho'ng bir davlat bo'lib chiqyapti o'tirga. Shuning uchun biz Xitoyga
o'zining xalqarodagi mas'uliyatlarini uqtirish orqali bu dunyoni shu Xitoy bilan birga biz hamkorlashib turib idora qilishimiz kerak degan bir tushunchadagi odam. Shu odam masalan biz Uyg'ur masalasini shunchalik chetga qildi. Uni bu chog'larda deyamidi kecha insonlarga nima bu hatto bizning Rabia xonimninki masalan tashqi ishlar ministrligi kirishimi hatto cheklangan davrlar bo'ldi shu chog'da. James Steinberg degan tashqi ishlar yordamchi ministri bo'lgan odam anglashlarga qaraganda uqtirish tushaganga bu Uyg'urlar bilan sizlar tashqi ishlar ministrininki yuqori darajali amaldorlari kurashmanglar. Biz necha yilgacha Obama hukumati chiqqandan keyin tashqi ishlar ministrligining yuqori darajali odamlari bilan biz ko'rishammidik. Ko'rishish ular har turli yo'llar bilan qochdi. Eng oxiri bir davrlarga kelib qolgan chog'da undan keyin bir eng yuqori ko'rashgan adamimiz u chog'da shu tashqi ishlar yordamchi inson haqlaridan mas'ul tashqi ishlar yordamchi ministri bo'ldi. Undan keyin uning oxiridan bizniki burun tanishgan bir Tom Malinovskiy degan bir adam bordi. U o'sha inson haqlarini kuzatish tashkilotining mesela boshlig'i bo'lgan odam. Shu odam tashqi ishlar yordamchi ministr bo'lgan chog'da shu chog'da aran ko'rishaldi. Ya'ni u chog'da undan keyin bu hukumatninki zaten hukumatninki qiziqishi, hukumatning bu ishga ko'ngil bo'lishi azaygan chog'da boshqa siyosatchilarmi shuni demoqdi ekan. Matbuotmi shuni shu yo'lda demoqdi ekan. Hukumatning qiziqishi, matbuotning qiziqishi shu hukumatning qiziqishi bilan munosabatli bo'ladi. Har qanday demokratik ko'pkasi bo'lsin, qanday davlat bo'lsin, shunday davlatda. Hatto masalan biz shu chog'da bu hukumat qat'iy ko'ngil bo'lmay, shunday qilgan chog'da biz hozir masalan yo'l menib yurib, nima qilib yurib 17 kongressmen va senatorni mana qo'limda bu nima 2010-yili 22 noyabr kuni 17 kongressmen va senatorni xat yozib o'sha Obamaga, prezident Obamaga va tashqi ishlar ministri Clintonga Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lish uchun shular xat yozgan. Nima bo'ldi desangiz, bizning masalan bu da kitima 17 kongressmen senator xat yozdi, butun dunyo, butun Amerika matbuoti buni xabar qildi. Shu chog'da 17 senator kongressmenga biz qo'l qo'yg'izib shu Clintonga va Obamaga xat yozdirsak, mana bu yerda mana 17 kongressmen qo'l qo'ygan. Bir yerda bu xabarimiz chiqmadi. Hem kongressdami hech qanday bir nima hukumatdami hech qanday bir tavrinish bo'lmadi, nima bo'lmadi-da bizga qarshi. Ya'ni demakki, hukumat qiziqmasa, hukumat nima bo'lmasa, o kongressdami o nima tayinliq bo'ladi ekan. Ya'ni bu masalaga qiziqish. Uning uchun hukumatningki bir qiziqishi bo'lgan chog'da hamma nima mesela bu dakikada o'sha matbuotda mesela 17 kongressmenning bo'lib edi, darhol matbuot buni degan bütün çoğu matbuotlarning hammasi bor. U mushundaq bir hukumatning qiziqishi bo'lmasdan turib avvaldik shu qandaq hech qanday qiziqish bo'lmaydigan masalamizga, ammo shu Clinton davrida noyibda bir orqaga chekinish nima bo'ldi? Obama davridami, Clinton davrida? Yo, Clinton davrida, Obama davrida. Bu Obama davri 8 yil Uyg'ur masalasiningki shunchalik yo'l mengilgan ahvol ostidami? Mesela bir yerde o Rabia Hanım bilen biz her gün digide kongreske yugurdik, kongressmen bilen kurashdik. Bizden aşı Obama xat yazdı bayam degandek. Nurg'unlagan kongressmenler tashqi ishlar Mr. Clintonga xat yazdı, u qildi, bu qildi. Hech qanday hukumatning bunga aklanmadi. Hatto bayam degandek bir yordamchi tashqi ishlar ministri bilan kurashish imkoniyatimiz bo'lmadi. O bağmadıkmı? Şunçelik yol mağdık. Hatta hazır bütün materyallar mesela turuklu. Mesela kanun layısı çıkardık. Mesela neçi tane kanun. Biz senatta 2009 yılı senattan bir kanun layısı çıkardık. Mesela senatta tuncu çıkan kanun layısı Sherrod Brown tarafından çıkarıldı. 155 numaralı kanun karar layısı çıkardık. Onun dikinde yani 2010 yılı
576 numaralı karar layihasi çıkardı. Onun aldığında mesela 497 numaralı karar layihasi çıkan bu Tom Lantos tarafından çıkarılan karar layihasi. Onu biz Avrupa'da ettik, Avrupa'da çağda bu Roshan Abbas bana telefon kılıp haber verdi bunda kanun layihasi çıktı deb. Onun da xeyli rolü oldu. Biz mesela onundakin şunda minip yürüp bu mesele bu mu diye kongresmenlerge tushundiraylik bu meselede. Öyle kanun layihasının bu meselesi var mı yerde? Şunu mu bir dikkat kitayım. Bu kanun layihasını muşunda bisuaptı, çıkıptı ya bastırıptı degan gaplar, bu gaplar akıl mantıqqa sığmaydigan gaplar bu. Bu Amerika'daki bütün faaliyetçilerin, Rabia Hanım başta hem faaliyetçilerin, men bulay, Alim Seyitov olsun, Nuri Türkel olsun, İlşat olsun, Roşan olsun, hemmesininki birden bir nimesi, arzusu, muşunda Amerika'da bir Uygurlar hakkında bir kanun layihasi çıkarış. Bu hemmimizdeki en ulu hiyali, en ulu nimesi, nişani. Amerika'da muşunda bir nime çıkarsa. Şununla hiç kim onu bir bastırıp aldığım yok. İkincisi, mantıklı sığmaydığı yeri bir kongresmen tarafından tayarlanған bir karar layihasini biz bastırıp ediş nimesi yok hem de. Biz onu bastırıp alamayız. O bizge onunki aslında nüshasını verilmeydi. O kanun degen şu kanun layihasi degen şunu çıkargan. Çünkü o kanun layihasi şu kanun layihasini tayarlagan kongresmenniki en çok eseri oldu. Bu kongreslik ben boğan çığdaki amelge aşıgan nimelerininki biri oldu. İşlerinin biri oldu. Şununla onu bir adamın kolundan ilip aldığan nime emez, çıkıp aldığan nime emez. Bir yerde boğan nime deysiniz. Bu bizge boğan bu şey kızlık işinki, meselemizge boğan hakninki, kol işinki azıyıp ketkendik. Çünkü kongres hükümet yeni hükümet geldi. 2008 yılının ahiri bir dilla siyaset bir dilla özgerdi. Onun aldı da mesela Bush zamanında Rabia Hanım hatta Aksaray'a kirgen şunlarını bile boğan. Lekin bu uçağda Bush çağdı mı bu meseleni oturup koygan kısa uçağda mı terör karşı uruş birinci numaralık nime bolup ketip hemmesininki nimesi başka tarafga burulup ketip bu meselege ko'ngil bo'lish nimasi nihoyatda oz bo'lgan. Hamda keyin 5 iyul vakasidan keyin yana bir Amerikada bir nima qo'zg'aldi. Shuning foydalanishimizda qisqaqmi bu yerda bu ish amalga oshmadi. Hatto birinchi oshinchilik bir komitetga kiradigan yetarli imzoni bir yig'olmay qoldik. O'sha bizga nima qilgan odam bu yig'ilmadi dedi. Shuning bilan bu qolib qoldi. Lekin onun dikin bu nimişki oldu desek Uygurlarının ki haletinden haberi yok ki Amerika'da kongresmenlerinin çıkının ki. Bu Uygurlar kim de bizden soravatı şunun Uygurlarını kongresmenlerle yakşı konuşturuş gerek dedi. Şunun bile bir proje kılıp biz. Mesela ben meşade hazır mı bizdenki inimiz, sınırlarımız meşade var. Nigara diyen sınırımız var. Şu Arafat'ta inilerimiz var. Adil'de inilerimiz var. Muşularını yaş ballarını ekilip ben 5 yaxshi Sharq Turkiston haqida Uyg'urlar haqida yaxshi bir tonishtirishni biz tayyorlab Uyg'urlarning ahvolini tonishtirib bir parcha xat yozib 435 kongresmenninki ishxonasini 2 oy ichida biz ziyorat qilib chiqdik. Ziyorat qilib shu xatni shu tonishtirishni berdik desa 2 oy vaqtimiz ketdi shularga. Mushu bolalar tekshirib olishadi. Onun için şu nimeler sebebinden bayam degandek Sherrod Brown'ga andaq bir karar layihasi çıkardı. Onun dikinse 2010 yılı yana 2009 yılı muşu Delahan tap bir nime battı, kongresmen battı, Rora Bakar ikisi bulak 624 numaralı karar layihasi çıkardı. Onun dikinse yana onun dikinse muşu nima James McGovern, Kate Allison deyilgan kongresmenler var. Ondaki Joe Pats, muşunda kongresmenler nimesinden. Andikinse 576 numaralı karar layihasi. Mana 506 numaralı karar layihasi. Muşunda karar layihalarını çıkarıp Mesela muşundan bir işkini açıklap bersizler. Mesela kanda karar elinde muşundan biraz.
O'sha qaror loyihasi degan shu Mao Kongress bu qaror loyihasi hamda hukumatni bir ishga majburlamaydi. Ya'ni buni hukumat binding deydi. Bu qaror loyihasi hukumat cho'qim bu ishni qaror loyihasi chiqqandan keyin ishni qilish kerak degan nima emas. Lekin bu qaror loyihasi hukumatga tavsiya. Bu nima desangiz kongressning irodasini bildirdi. Uyg'urlar mushunda men qisqacha deb o'tsak, Uyg'urlar hozir mushundaq bir ahvol ostida Uyg'urlarningki hozirgi Xitoy hukumatining qaratgan bu siyosati Uyg'urlarni yo'q qilishni asos qilgan bir siyosat, madaniyatini, tilini, milliy kimligini mushuning oldini olish uchun Uyg'urlarga hozir bo'layotgan mush bostirishni to'xtatish uchun Amerika hukumati mandaq nimalarni qilish kerak degan tavsiya qaror endi bu. Hammasi Allah razı olsun. Ma bir qarindishimiz naq maydonga telefon qilib qoldi. So'zni anglagandan keyin andin. Alo, assalomu alaykum. Ovozingiz bor. Programmaning ovozini taqib o'tib so'z qilsangiz bo'ldi. Va alaykum assalom. So'z qilsangiz bo'ldi. Ya, men mana ekran qarayapman. Ekranda sizlar imzo to'plash qanday boshlanadi deb savol qo'yibsizlar. So'zlar o'qidi. Men tushunmagan yerim bu savol xatomi? Ularning javobi xatomi? Tamam. Sizin sualınız şu mu? Mushu. Ha, bo'ladi, rahmat. Nima savol ben anlayamadım savolni. Qarindishimiz bu imzo to'g'riliq masalaning oldilarida faoliyat qilgandik. Bu qarindishimiz hozir kiribdi o'dillam shu imzoninki e'lonini ko'ribla. Men xato ko'rib oldimmi yo Umarkam boshqa gapni shu nima hamda shu qarindoshlar shu o'zi faoliyatning 5 qismini bilmaydi. Balkim bu qarindishimiz kechikib qolgan bo'lishi mumkin. Belki. Bizning imzo to'g'risidagi faoliyatimiz va yoki bizningki nimamiz suhbatimiz abay 1 soat burun Avstraliyadan kirgan Umid Musobay qarindishimiz bilan oyoqlashib bo'ldi. Qarindoshlar, men ikkinchi suhbatimiz Umarkam bilan Amerika va Amerika xizmatlar to'g'risida. Buni ayrı bir nima qilib bo'pti, shuningga buni ya bu ayrim bu munosabati yo'q. Faqat birining keyindan birini qildik. Chunki vaqtinglar shuningga kelmadi emasmi? İşte bo'lib qoldi. Shu cho'ng masala yo'q, qarindishimiz xato tushunib qolgan o'xshaydi. Davom qilsizlar. Shu hozir nima da'vatotdiq toza. Ma qaror loyihasininki nimasi shu endi maqsadi. Ya shu qaror loyihasi elinibdi, Alloh razı olsun. Nima to'g'risida qaror loyihasi elindi? Buni biroz ochiqlab bersizlar, qarindishimiz. Şu bayam dedim o. Mesela deydi 576 numaralı karar loyihasi debdi. Mana 576 numaralı karar loyihasi. Bir yerde bu karar loyihasi nima desanglar, bu karar loyihasi demek ki bu hükümet şu kongresininki, devlet meclisininki, şu a'zolarininki irodasini bildirdi. Mandaq hozirgi vaziyat ma'u Uyg'urlarga mandaq nima bo'lyapti. Hem Xitoy hukumatiga qarata bir nima bu? Xitoy hukumati mandaq qilish kerak. Uyg'urlarninki masalan deyli Uyg'urlarninki milliy kimligini qo'g'dash nimasiga hurmat qilish kerak. Xitoy hukumati Uyg'urlarninki tiliga hurmat qilish kerak, milliy kimligiga hurmat qilish kerak. Bularni yo'qotish nimasida Uyg'urlarninki o'zininki milliy kimligi, milliy nimasi bilan yashash nimasini bu bir jinoiy nima qatoriga kirgizmasligi kerak deb undan keyin hukumatdan hamda bu nimada Amerika hukumati bu Turkiyalar bo'ladi hamda Amerika hukumati Xitoy hukumatining shunday nimalarni to'xtatish uchun Xitoy hukumatiga shunday har qanday o'zininki munosabatlarda Xitoy hukumati bilan bu masalani qo'lga o'tirib qo'yish kerak deb hamda shu nimada Nəhayət yaxşı düşünüşlük oldu endi. Hamda bunun hammasi bu yomon jiqnima buni deb o'tirishning hojati yo'q. Demak ki maqsadim nima demakchi bo'lganim hamda hukumatningki Xitoy qaratgan siyosati anda bo'lg'ashqa mushunchalik nimalar kongressdan, ya'ni bu nima qildinglar deb haq so'rashi mumkin. Shuning deb javob beryapman. Shunchalik ishlar bo'ldi shu chog'da masalan, shu 2017-2018 ga qadar bu yerda masalan
o'sha Trump hukumati, yangi hukumat nimaga chiqqanga qadar Obama hukumati bu masalani oqiga nima qilib, bu masalani hech qachon o'ttirib atmay, o'zininki keyinroq albatta shu Jeff Bezos bu degan odamlar nimadan chiqarildi hamda Obama hukumatidan ketgandan keyin biroz Uyg'urlarga ko'ngil bilish nimalari biroz boshlandi. Ammo u yerda biz munosabat qurgan odamlar shu o'zida bo'lg'achqa ular endi biroz bunga ko'ngil bilib nima qildi. Demakki, hukumatdan bir ko'ngil bilish bo'lmasa, nimadan bo'lmasa, hech qanday ish bo'lmaydi ekan deb o'zim hayron qoldim men. Masalan, biz bu shu chaqda o'sha Obama hukumati, prezident Obama va Bill Clinton Bill Clinton deyman, Hillary Clinton tashqi ishlar ministri Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lish kerak deb shunchalik 17 kongressmen va senator qo'l qo'yib nimani avatgan chaqda hech qanday nima hatto matbuotga berilmadi bu ishda. Shuningga da'vat qilib, ya'ni hukumatningki ko'ngil bo'lishi bo'lmasa, matbuotmi buningga ko'ngil bo'lmaydi ekan va kongressdimi bu ishni elib menish tas bo'ladi ekan. Chunki u kongress shu hukumat bilan gaplashib turgandiki, ma ishni anchalar qo'zg'amanglar degandiki, bu kongressmenlar nimalarmi buningda jimroq turib oldi ekan. Demak, buning ichidan bir siyosat bor degan so'z. Siyosat bor, albatta bor, albatta bor. Chunki u hukumat shunga qiziqmay turib, har qanchalik kongressdan qiziqish bo'lsa-mu, u nima bo'ldi? Shunga deganim, hozir ham hukumat qiziqish bor, hem kongressda bunga nima qiziqish bor, hem matbuotda bir shundaq Uyg'ur masalasiga qiziqishni aytib kuchli. Demakki, shu uch nima bir araga kelgandiki, bu fursatdan aqlliqcha foydalanishimiz kerak. Nayt aqlliqcha foydalanib, bu Uyg'urlar uchun bir amaliy bir ish qildirishimiz kerak Amerikani. Chunki bo'lmasa, bu fursat ketib qolsa, ikkinchi nima bundaq bir fursat kelmaydi. Shuningga mushu nimada xalqimizningki ustidagi besimni azaytish, xalqimizni ajal jazo lagerlaridan qutqarish va Sharq Turkiston masalasining bu Amerikaningki siyosatida muhim bir şeymi bo'lib, Amerika siyosatiga rasmiy kirishi uchun mushu nimadan fursatdan foydalanishimiz kerak. Allah razı olsun. Yana hozir biz nima ish qila olamiz? Bakrak yana sizlarning xizmatinglarni ko'rib turyapmiz. Endi bizniki hozir qilayotgan nimamiz yana birisi, bayam dedik. Biz Amerika ham kongress bilan ko'rishyapmiz, kongressda bir qiziqish bor. Kongressdan yana bizga da'vat qilib, bu bayam degandek, bu kongressdan bir qaror chiqsa, 5-6 adam bermaydi o qarorni. Onun 5 adam bermaydi. Aş kongressda full house. Hammasi shunun qatnashishi kerak. Biz hamma shu masalan Avam palasasidagi 435 adam, Kengash palasasidagi 100 kongressmenning hammasini biz bu nimaga qoyil qilishimiz kerak. Ashunda bir nima qo'llashga ega bo'lamiz. Shuningga bizning kuchimiz bizning kuchimiz yetmaydi. Shuningga boshqalarning bu qo'llashda boshqalarning bu hamkorligini qo'lga keltirishimiz kerak. Bu yerda cho'ng bir musulmon tabiqasi bor Amerikada. Necha million musulmon bor. Ularning ko'pinchisi o'sha Amerika grajdani bo'lib qolgan musulmonlar. Shuningga Amerikada bu saylanish haqqi bor. Undagi bu kongressmenlarningki eng ahamiyat berilgan nimasi nima desanglar, biz 10 qitim berib bu odamlar bilan gaplashgandan aşı rayonundaki bir saylıgıçı. Ben Palaniyada seninki muşa saylam rayonunda ben nimege sana avaz bergen. Muşunun için ma meselede mında kılışını halayman da bir xat yazsa o bizdenki berip 4-5 qitim görüşkenimizden mu güçlük birinin buldu. Çünkü bir yerdeki kongressmenler, bir yerdeki devlet meclisi azaları özlerini sayılgan rayonga ve sayılgan adamlarga çok ehemmiyet verdi. Ulardan kelgan har qanday talabni diqqat bilan qaraydi o talabga. Shuningga biz bu nimada shu musulmon nimalari bilan hozir yaxshi hamkorlashib, hozir o'tgan masalan Houstonga bordim, bu yerdagi musulmon nimalari bilan kurashdim rahbarlar va ondagi bu musulmon jamoatlarining rahbarlari kelib biz bilan ko'rishyapti. O'kintiqi o'sha nimada Washingtonda cho'ng bir şu İslami nimaninki cho'ng bir rahbarlardan biri bilan
Köreş Toknuri bilen bularga davatqanimiz hozir bir nimalarni tayyorladik. Bularni şu sizlar, şu musulmonlar, şu o'zinglarninki şu kongressmenlarga avatinglar. deb demokratimiz mojihatdimi, ya'ni bir nayt yaxshi bir harakat bo'lyotidi. Bular nayt yaxshi bizga moslashyotidi. Inshaalloh bularning bu haydakchiligi bilan bu bayon degan qarorlarimiz va qaror loyihalarimiz eng oxirida shundoq bir Uyg'urlarga qarshi bir siyosiy bir nima qabul qilinib kelishi mumkin kongressda. Her taraftan hareket kılyapmiz. Demek ki her taraf xalqaro teşkilatlar bir taraftan mesela hükümet mi dedim mesela kongresga meni şu Amerika'nınki hem de hükümetinin Trump hükümetinin şu dini işlardaki alaydı vekili ve Tashqi ishlar ministerligidagi çoğun Tashqi ishlar yardımcı ministerlerining biri desek oldu bu adamni Sam Brownback chaqirib o'shundoq bir Uyg'urlar haqida yangi nimalar haqida bir ma'lumot davomli ko'rishib turyapmiz. Yangi odamlar keldi, yangi nimalar keldi. Shuni ba'zanda berib men davlat o'sha Amerika kongressida nima berdim? Ikkinchi chesta o'sha 10-oyning ikkisi. Masalan, 40 nechta tashkilot Amerikalik va xalqaro tashkilotlardir. Ularning hammasiga yordam so'radik bu masalada. Bizda nima qilmaydi? Sizlarmi Amerika hukumatiga xat yozinglar. Amerika hükümeti xat yazib, Amerika prezidentiga xat yazib, Tashqi ishlar ministriga xat yazib, xazina ministriga xat yazib, shu Xitoy hukumatining shu hozir Uyg'urlarga ilib berayotgan qirg'inchilik harakatini to'xtatish uchun bir harakat qilinglar deb ularga shundoq bir besim qilinglar deb 40 nechta tashkilotni kelmaydi. Hatto bizning Sam Brownback buningga nima qilib bu yerda ilib berilayotgan bir resmi dedi u adam bu bir jiq mutaxassislar buni irqiy qirg'inchilik deb qarayotdi. Shuningga bu yerda nima Uyg'urlar qaratgan siyosiy shu hozir bo'layotgan zulm adam ishonmaydigan bir darajadagi bir zulm bo'layotdi. Shuningga hammamiz buningga kuch chiqaraylik deb shu adam dedi. Demakki bütün organlar, tashkilotlar, jamoatlar Hristiyan cemaati olsun bir yerdeki. Hazır Hristiyan cemaatleri bilen bir yaxşı hemkarlaşıyoruz. Yahudi cemaati olsun, nima cemaati olsun, umumi bir nimada bir aşındaq bir qo'zg'alish bor, bir qiziqish bor Amerikada. Bu nima endi bir hukumatning bir amaliy bir nimasiga aylansa, siyosatiga aylansa, hukumat endi buning bir amaliy nima qilsa, yaxshi bir natija berdi. Xalqimiz ustidagi ish bo'lmasa, zulmni azaytish nimasida biraz bir ish qila olgan bo'lamiz. Allah razı olsun. Ben sualını keyin soray desem qarindoshlar nima qilib qolmasin dedim. Şuna gaplarni oxirigacha angladim. Nəhayət yaxşı tushundirish bo'linyapti. Dini jihatdan diniy ulamolarimiz dini meyli yoki Dünya Uyg'ur qurultayining diniy komiteti olsun. Bularninki hozir u yerda qiladigan ya'ni yangi xizmatlarining oldini ochqili bo'lamdi. Hozir deb o'tib ketganga o'xshash. Albatta bo'ldi. Chunki hozir masalan yana bir nima bor. Masalan biz mana diniy ulamolar jamiyati bilanmi, boshqa diniy nimalari bilanmi bizniki Dünya Uyg'ur qurultayi ko'rishmoqchi. Chunki masalan mishadin kelgan diniy ulamolardan kelgan, mana diniy rahbarlardan kelgan bir nima talab masalan sizlar bir shu diniy nimada yaxshi nima bo'lgan diniy sizlarniki rahbarlardan bir nechini ham faoliyatchilardan bir nechini akilinglar. Biz shu islom jamiyatlarining Amerikadagi, Shimoliy Amerikadagi, hatto Kanadadagi islom jamiyatlarining rahbarlaridan bir guruhni akilaylik. Akilib biz bir necha kun birga bo'laylik dedi. Bularni yaxshi o'rganish, yaxshi bir-birimizni tanishish, yaxshi bir-birimiz bilan kelarda qanday faoliyatlarni ilib boramiz, Uyg'ur masalasini qo'zg'ab chiqish masalasida qanday faoliyatlarni ilib boramiz, shu nimada bir hamkorlikninki imkoniyatlarini izlash uchun biz shunday bir umumiy jihatdan, hamma jihatdan bir tanish hosil qilaylik. Uni biz o'sha oldimizdagi oylarda qilmoqchi inshaalloh Amerikaga
bir necha degan insanlarimizni chaqirib, bu yerdagi shu diniy nimalarninki, rahbarlarninki, mishadagi jamoatlarninki, necha tashkilot bor bu yerda, cho'ng tashkilotlar, shularninki rahbarlari bilan bir yerda bo'lmoqchi. Ondan keyin bu jamiyatlar, bu jamoatlardan nima qilganimiz, bular undan keyin o'zlarining turish davlatlaridagi insonlarni qo'zg'asin deb. Chunki bu Xitoy, bu Amerika, bu G'arbdan nimadan ziyoda bular qaror chiqarishi mumkin, nima chiqarishi mumkin. Uningdan ziyoda eng qo'rqadigan nimasi Xitoyninki islom davlatlaridagi musulmonlarninki qo'zg'alishi, Uyg'urlarga istoshlik bo'lishi. Buningdan bak qo'rqidi Xitoy. U yerda birinchisi islom davlatlaridan nihoyatda manfaatlanadi, foyda oladi. İkincisi, u yerda Xitoyga qarshi bir nima qo'zg'alsa, u uningdan Xitoyninki ular bilan bo'lgan tijoriy munosabatlarga, hatto Xitoyning u yerga kirib, u yerda erkin ozod yurishiga Xitoylarninki cho'ng bir tahdid edib kelishi mumkin deydi. Shuningga Xitoy bundan bak qo'rqdi. Biz dedik, sizlar o'zinglarning davlatlaridagi, Pokistonlik bo'lsa Pokistondagi, Hindiston bo'lsa Hindistondagi, Urdun bo'lsa Yordaniya bo'lsa Yordaniya, Maroko bo'lsa Marokodagi mushu tashkilotlarni, xalqlarni, u yerdagi nimalarni mushu xabarlar bilan ta'minlab qo'zg'anglar. Tashviqot qilinglar ularning ishida, tashviqot bor. Chunki islom davlatlari hozir xalqlarining mushu bizningki Uyg'ur xalqiga Xitoy hukumatining qaratgan qirg'inchilik harakatlaridan xabardor bo'lganmisan, o'shunda bir histoshlik bildirib bir yerda bir to'plam chiqmasin yo bir voqea chiqmasin deb islom davlatlari bu xabarlarning xalq tarqilishining oldini olyotdi nurg'un davlatlarda. U hatto davlatlarninki nimalari o'zininki matbuotiga va hamma islom davlatlari bir nimada bo'lgan chog'da bir autoritaryan deydi, hamda diktator desak bo'ldi. Shu davlatlar bo'lg'ashqa demokratiya bo'lmag'ashqa u nimalarni kontrol qilib olyotdi hozir. Yuqoridan uqtirish tushirib, ma masalaga anchalar ko'ngil bilmanglar, yo ma masalani yozmanglar deb o'zlarininki matbuotiga muhim shu televizion nimalariga buni oldini ilyotdi. Islom davlatlari Xitoy bilan bizning munosabatimiz buzildi. Xitoy bilan bo'lgan oramizdagi iqtisodiy munosabatlarga ta'sir yetkazdi. Agar xalqimiz haqiqiy ahvolni bilib qolsa, bu cho'ng bir yerda nima bo'lishi mumkin deb. Chunki Xitoyning quvvatini bir jihatdan Uyg'ur milliy kimligini yo'qotib olsa, yana bir jihatdan islomga qarshi urush ochdi Xitoy. Biz bu yerda musulmonlarga nima bo'lgandimi deydi. Ben siz so'zlarni davom qilaversin, men 1 minut shu ishkironning oldidan qo'pab qolaman, 1 minutdan keyin kelim bo'lamdi. Ma'qul. Xo'sh, davom qilsa bo'ldi so'zlar. Bu yerda men bu dedim, ya'ni bu hamda bu sizlar masalan islom davlatlarida, islom jamoatlarida Yevropada bo'lsin, ya boshqa davlatlarda bo'lsin, bira nimani Amerikada bir nima chiqqan, masalan bir shu pop nimasi chiqib, men Qur'onni ko'ydiraman deb shunday bir bu shu sababdan qanchalik cho'ng namoyishlar bo'lib ketdi g'arb davlatlarida. Qanchalik cho'ng namoyish bo'lib ketdi islom davlatlarida. U necha degan odamlar o'lib ketdi. Hozir Xitoy minglagan, yuz minglagan Qur'onni ko'ydiryapti. Qur'onni tashlayapti. Musulmon ismlarini bizga cheklayapti. Muhammad deb ism qo'yolmaymiz. Assalomu alaykum deyolmaymiz. Sizlar musulmonmi? Biz ya musulmon emasmi? Sizlar buningga nimishki bir nima demaysizlar? Nimishki qarshi chiqmaysizlar? Nimishki o'zinglarning davlatlariga demaysizlar? Sizlar xalqim manda bir musulmon xalqi manda bir zulm bo'lib ketdi. İslamga qarshi bir hujum bo'lib ketdi. Islomga qarshi shunday bir haqorat bo'lib ketdi bu yerda. İnsanlarni islom yo'q, Alloh yo'q deb majburlab etdi bu jazo lagerlarida. Mushuninga sizlar nima qarshi chiqmaysiz? Biz Uyg'ur demasanglarmi bu yerda o'zinglarningki dini ma'vo islom. Mushuncha dinga qarshi chiqyapsa sizlar mushunda jim o'tiramsizlar deb nurg'un gaplar bo'ldi. Mushu nimalar agar islom bu Xitoy hukumatiningki hech bo'lmasa islomga qilayotgan haqorati, islomga qilayotgan hujumi, islomni yo'qotish uchun ilib berayotgan tadbirlari bu islomdagi musulmon xalqlarga yaxshi tushuntirilsa, butun musulmon olimi qo'zg'aladi. Butun musulmon olimi qo'zg'almasa, bir qancha islom davlati Xitoyga qattiqroq gap qiladigan bo'lsa, Xitoy
G'arb davlatlaridan ziyada shu musulmon davlatlarininki gaplarini texmo jiddiy qaraydi deb o'ylayman. Tecelli efendim de qaytib kelmaganga o'xshaylar. Shuningga ben davray hamda shuningga hatto shu Amerikadagi musulmonlarning shunchalik matbuot erkinligi turib, shunchalik xabarlar chiqayotgan turib, shu Amerikaningki cho'ng matbuotida. Bu yerdagi musulmonlarning bizga bo'layotgan zulmdan anchalar xabari yo'q ekan. Shu musulmon jamiyatlari bilan, Houstondagi musulmon jamoatlari bilan uchrashgan chig'imda ba'zilarga shunda bo'lyapti deb desam, hatto ishonmagan odamlar bo'ldi. Yo'q, Xitoy bu bundaq emas, bu Xitoy musulmonlarning do'sti deb qaratdim men debda. Undan keyin hamma nimani pokitlik nimada o'tirib qo'ydi. Ey, mandaq bo'lyapti. Mal zulm mana bu yerdagi nima bo'layotgan ishman deb hammasini pokitlar bilan, rasmlar bilan o'tirib qo'ygandan keyin ular hayron qoldi. Hayron qilib, undan keyin bizga biz nima qilib bera olamiz sizlarga? Nima qilib berasizlar? Birinchi qiladigan ishinglar o'zinglarningki sizlar Amerika grajdan nerede o'tirsangiz birisini men Cincinnati'da bo'lsa o'zinglarningki shu Saylam rayonidagi qaysi kongressmanda chiqarsangiz chiqadi, mana nima kirib. Eşer kirib qaysi hatta ba'zi so'radi, kim kongressmening desam, falani deydi. O zaman sen shu kongressmeningga o'ttir, mushu men degan gaplarni deb mana men tashviqot varqinim berdim shu yerda. Uyg'urlarga shunda bo'lib ketdi, Uyg'ur musulmonlarga men bunga aytib ko'ngil bo'lma. Bir kongressmenim bo'lish bitingiz bilan mushuni bir ko'tarib chiqishingizni xohlayman. Ya mushu nimada siz hukumatga bir tavsiyada bo'lib bir xat yozishingizni xohlayman deb darhol o'shaga nima qiling. Xabar bering o'zingizdan kongressmeniga. Uyg'ur nimasiga ko'ngil bo'linglar deb hammanglar mushlarda bezinglar deb shu nimalarga dedi. Undan keyin ular bu ishlarni elib dedi, agar musulmonlar haqiqiy jihatda o'sha Amerikadagi musulmonlar bu zulmning bo'layotganligini yaxshi tonishtirilsa, bu yerda sizlarga nihoyat cho'ng ilg'i dastak chiqadi. Masalan, o'sha Rohingya masalasida bu yerdagi musulmonlar nihoyat cho'ng ishlarni qildi. Masalan, shu Rohingya ilg'i Burma Task Force deb Burma xizmat guruhi deb bir guruh bor. Shu guruh orqali hamda dünyanın hamma yerida qo'zg'alib shu guruhninki faoliyati bilan hatto islom hamkorlik tashkiloti mo qo'zg'alib Amerika hukumati mo butun yerda Amerika kongressidan qarorlar chiqib ketgan gap shuning bilan uningga qarshi bir tadbir ilish nimasi xalqaro bir saviyaga birlar erishdi. Uningdan keyin bu masalaning hozir yana bir davatgan gapimiz islom nimalarininki özlerinin devletleri anadaki nimaga xat yozinglar hammasiga degan gapimiz shu OIC deydi, İslam hamkorlik tashkiloti xat yozinglar. Shular sizlar nimaga bor bu yerda? Sizlarningki vazifanglar dunyodagi musulmon xalqlarning haq huquqini qo'llash. Bo'libmi boshqa davlatlarning qo'l ostida asorati ostida yashayotgan musulmonlarning haq huquqini qo'llash. Sizlar nima qildinglar hozirgacha? Hatta bir bayonot mı çıkarmadınlar? Cimdit gözünü yumup turup aldınlar. Muşundak mı bir uyatçılık bulamdı, setçilik bulamdı, bir yerde buluvatkan nime İslam'a, Musulman'a bolgan bir hücum'a. Bu Musulmanlar, Uygurlar Musulman emes mi? Bir yerde köydürüvatkan Kur'an emes mi dep şunu denler dep. Ula bilen mi? Bu yatımı cırt yapıldı. İnşallah hem bir yerde bir kozguluş var. Diyenimizde Hristiyanlarni ilgi chiqyapti bu ishga. Chunki ularni vaziyatni yaxshi tushundi. Yahudi qarindoshlarimizni bor ishimizda o'tganki 46 tashkilotning ichida 5-6 tane Yahudi tashkiloti bor. Hatto ularni billa buningga nima qilyapti? Masalan, Allah razı olsun. Xo'sh. Bu mesela bu dini ulamalarni chaqirib nim qildigan yig'inlar shu Yevropa tevasidagi mayli Turkiyadagi Sharq Turkiston ulamalar birligininki ulamalari chaqirilib, ya'ni agar shunday bir holat tashkillanib qolsa, shularninki nimasilar echilamdi yoki bu yig'in? Ya şu ular bilan suhbat, ular bilan maslahatlashimiz, hamma yerdan kelishi mumkin. Yevropadagi qarindoshlarimiz bor. Şu ulamalarimiz
Bizninki hem de dini komitemizdeki reisi var Turgun Hacım şular bilan bir hareket kılıp şular bilan maslahatlashib ondan keyin bazı faaliyetçilerden bir 2-3 kişi şunda bo'lib bu yerga kelib ma'lum bilan qanday hamkorlashish qanday nima qilish ishlarini yaxshi ilib boramiz deb o'ylayman. Men tunigim hatto bir musulmonlarning rahbarlaridan biri bir qarindishimiz bilan chaqirib berib ko'rishdim. Uningmi deb bergan nimasi shu, bizga degan nimasi shu. Hozir endi shu islom nimalarida mishadiki musulmonlarninki jurnallarida, radyolarida, televizyonlarda mishada eng boshda shu yerda bir tashviqot nimasi boshlaydi. Uningdan keyin yaxshi bir tadbir ilib nima qilgan chog'da oldimizdagi nimalarda butun iliqi jumalarda, xutbalarda, shularda shu Uyg'ur masalasini tilga elish nimasi boshlaydi inshaalloh. Bir necha nima deydi. Yani Amerika'daki dini cemaatlerinin mi bir tilga ilişiğe Shu yol açılır disler. yo'l ochiladi. Allah razı olsun. Demek Rahmet. nimadan hamma jabhada chiqib faoliyat qilyapmiz. Hamma nimani real bo'sh ishlarni qilmayapmiz. Qo'limizdan kelganini qilyapmiz. Dünya Uyghur qurultiyi bo'lish sifatimiz bilan bu yerdagi Uyg'ur Amerika jamiyati va Uyg'ur inson huquqlari qurilishi bo'lish sifatimiz bilan undan keyin Rabia Hanım var bu yerda. Rabia Hanım bilan birga bu yerda qo'limizdan kelgan har qanday nimaga harakat qilyapmiz. Shu fursatdan foydalanib xalqimizga bir xizmat qilaydi. Xalqimizning ustidagi ig'ir zulmni bir azaytaydi. Xitoy bir orqaga chekinish nimasiga majburlaydi degan nimada nurg'un tadbirlar, faoliyatlarni ilib beryapmiz. Allah razı olsun. En ahırkı sualını sorsam ötkendim bir qitim so'ragandim. Mush savolning javobidan keyin endi programmamizni oxirlashtirsak deymiz. Oxirgi Yaxshi. so'zni ilib o'tgandan keyin. Xo'sh, bu lobbichilik ishida Abay qurultay, Dünya Uyg'ur qurultayi Xitoy lobbichilarini yengib kelyotdi deylar. Bizning bu lobbichilikning kuchlanishida Amerikada bir qadamlar ilinyapti qurultay buning uchun texmo. Endi Allah razı olsun, yani şu Xitoydan iborat cho'ng bir davlatning lobbichilarini yengib, shuning uchun Xitoyning eng qo'rqadiganlardan birisi qurultay endi. Shu Xitoyninki saqchilarining o'zining og'zidan anglagan gapimiz endi. Bu lobbichilikni kuchlantirishda bir plan projelar bormi? Buni qanday bir kuchlantirgili bo'ldi? Buna javob berib bo'lgandan keyin endi programmani ayollashdik. Lobbichilikni kuchlantirish hozir biz nimashga undaq ilaqaba amma yengvatdi degan nima yo'q bu yerda. Boshlar bilan taqobil turib kelyapmiz deyapmiz. Bizning ipimiz bo'lyapti. Demakki bu yerda biz Xitoy lobbichilaridan texmo oldin turayotgan gap. Bu yerda nima desangiz, birinchisi haqiqat endi. Chunki bu zulm bo'lyapti bizga, bo'lyapti. Uning butun o'sha nimalari bilan bu yerda yana bir muhim masala bor. Bundaq bir masala. Hamda bu davlatlar yo shaxslar yo tashkilotlar o'zligidan bir masalaga ko'ngil bo'lmaydi ekan. Bu chunki yig'laydigan odam jiqqa dunyoda. O qaqshaydigan odam jiq. Ahvolni anglashni xohlaydigan odam jiq. Shuningga u nimada bir tashkilot yo bir shaxsiy odamlar o'zligidan chiqiblar biz nimaga voy Uyg'urlar bunda zulm bo'lyapti, biz buningga ega chiqaylik deydigan odam bo'lmaydi ekan. Buni nima qilasiz ki desangiz, shu izchil holda birinchisi yaxshi bir munosabat o'rnatish shu insonlar bilan. Birinchi uchrashish shunchalik kerak. Yaxshi ta'sir qoldirish. Ta'sir qoldirgandan keyin siz har qanday odam bilan bir siyosatchi Amerikada uchrashishi mumkin. Uning bilan men uchrashsam shu deb nima. Ammo qoldiradigan ta'sir nayta muhim yani-ku. Andan keyin siz bilan hamkorlashish nimasi davomlashadi yo shu bir uchrashish bilan to'xtab qoladi. Bu odam gapingizga qarab, harakatingizga qarab, sizningki fikrlaringizga qarab, ideyangizga qarab, u odamlar sizga baho beradi. Bu odam bilan xeyli bir nima chiqilgandek turadi, bu odam xeyli bir nima bilgandek turadi.
chunqur o'ylaydigan odamdek turadi deb siz bilan andikin munosabatni jiddiy odamdek turadi deb birinchisi shu munosabatni davomlashtirdi. Bo'lmasa bu munosabatni yo'qotib qo'yamiz. Ama bir yerda shu biz ikkinchisi pokitlik nimalar bilan bularga shu masalani anglatish hamda. Bunda. Hatta biz masalan birinchi qitim shu jazo lagerlari masalasi chiqqan chog'da biz darhol shu paketlarni ilib berib nima qilsak, ba'zi kongressmenlar, hatto Tashqi ishlar ministrligining ba'zi odamlari bizga dedi, sizlar masalan 10 minglarcha odam hozir tutilibdi, shu chog'da 100 minglarcha degan gap bordi. Biz yana yomon nima gap qilyapmaymiz deb 10 minglarcha odam tutildi desak, bundaq nima qilmanglar, mubolag'a qilmanglar. Bu bundaq nima bo'lanmaydi deb shunday. Voy bizning qo'limizda mana paket, mana nimalar shu bu deb ko'rsatsak-mu hatto uningga bu ilaqa qoyil bo'lmagan. Keyin oqidan davomli beraverdik. Mana oldi, mana yangi kelgan xabar, mana nima xabar. Bizniki biz hozir har kun degidek hozir. Bular nima ish qilyapti deb o'ylab qolmasin-da, xalqimizga deydigan gapimiz. Bular u yerda nima qiladigan deb. Bizniki qiladigan ishimiz shunchalik jiq. Bizga keladigan savol shunchalik jiq. Biz har kuni Tashqi ishlar ministrligi bo'lsin, boshqa organlari bo'lsin Amerikaning, bu kongressmenlarningki nimalari bo'lsin, ishxonalari bo'lsin, senatorlarning ishxonalari bo'lsin, xalqaro tashkilotlar bo'lsin, har kun bizga shu savol, shu bu nimalar emaillashib turamiz. Manda bo'pti, malning qaraysiz, qanday qaraysiz, uning qaraysiz. Shuningga ish yerini tugatamay kelib, chunki ish yerida ko'proq lobichilik bilan shug'ullangandiki, u yoqqa bu yoqqa berib ko'rishish, anglatish. Uyga kirib kech vaqtgacha ishlaymiz o'sha emaillarga javob berish. Mushunda tushirib, ular oxiri nima deysiz? Andiki u bizning paketlarimiz bilan u nima emas, ularni o'zi tekshiraydi ekan. U paketlarni ular bilan selishtirgandiki, bu to'g'ri ekan deb, keyin andikin hatto bizdan nima hatto so'ragan vaqti bo'ldi. Sorry, biz sizlar degan chog'da ancha ishonmagan, ammo sizlar degan hamma gap to'g'ri ekan deganda, bu shunda to'g'ri haqiqat biz tarafda. Shuningga insonlar buningga qoyil qila olamiz insonlarni. Bizningki yo'shiradigan bir nimamiz yo'q. Bizningki yolg'on so'zlashimizning ehtiyoji yo'q. Shuningga yolg'onni so'zlamaslik kerak. Bo'lgan ishni nima desak, shu kifoya zaten bizga. Uni oshirib 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million desak, u haqda rost nimani yog'inga aylantirib qo'yish nima bor? Shuningga bo'lgan nimani desak, bu shu kifoya 1 million, 1,5 million, 2 million odamning lagerda yetayotganligi hozir qabul qilindi dunyo tarafidan. Mushuni desaklar, dunyoga mush kifoya qanchalik bir qirg'inchilik harakatiningki boshlanganligi to'g'risida, ilib berilayotganligi to'g'risida Xitoy hukumati tarafidan. Shuningga o'sha rost gap qilib, to'g'ri gap qilib, gaplarimiz egiz-pas bo'lmay, o'shunda bo'lgandiki, insonlar bizga ishonadi. Uningdan keyin buni mushlarning qimmat qarashlariga döngaymiz endi. Sizlar o'shunda bir davlat, bu yerda insonlik yo'q bo'lyapti. Sizlarningki bir vazifanglar bu. Mushu insonlikning bir qismi yo'q bo'lyapti. Madaniyatning bir qismi yo'q bo'lyapti. Uyg'urni yo'q qilish bir madaniyatni yo'q qilish. Uyg'urni yo'q qilish bir milliy guruhni yo'q qilish. Buningga bu qarab tursanglar, bu ati o'g'in Xitoy hozirgi ahvol ostida Uyg'urga bunday zulm qilsa, ati o'g'in texnik kuchli, siyosiy, iqtisodiy, strategik jihatdan kuchlanganda qanday bir nima davlat bo'ladi? Hozir Uyg'urlarga ishlatayotgan butun kuz texnikasi bu boshqa taraflarga tortilishi mumkin. Undan keyin boshqa davlatlar mush Xitoyni o'ziga elishi mumkin. Boshqa shunday problemi bor davlatlar. Masalan, asorat qo'l ostida tutayotgan ba'zi millatlarning davlatlar, Xitoy mayda qildi-ku. Biz uni shunday qildigan bo'lsak bo'ladi-ku. Ilipli bir millatni qirg'inchilik qilib yo'q qilsak, bu dunyo gap qilmaydi ekan degan gap chiqadi. Shuningga boshqa davlatlarning uni o'lga elib kelishini oldini olish uchun sizlarningki Amerika bo'lish tutinglar bilan dunyoni shunda nima yetakchilik qilayotgan dunyo nimasiga bir davlat bo'lish tutinglar bilan buningga ega chiqishinglar kerak, birini deyishinglar kerak deb o'shunda gaplarni qildi. Ondaki
Muşu haqiqat, onundan keyin bizniki aqlliq bir siyosiy bir strategiya bilan manganligimiz Dünya Uyghur Qurultayınınki hozirgi mushu anandan keyin vatanda mushunchalik odamning nimada yotganliginiki jazolantirib turayotganliginiki hamma dunyo tarafidan bilinganligi oshkorlanganligi shu sababdan bu amerikaliklar albatta Xitoy kelsa yolg'on gap keladi. Hozir Xitoyning hamma gapi bir yolg'on tuyulgan bo'ldi har qanday matbuot nimasida. Hozir xalqlar kuladi Xitoyning gapiga. Bundaq nima yo'q, andaq nima yo'q desa, demakki bu yerda bu haqiqat g'alaba qildi. Haqiqat botilga g'alaba qilgan bo'ldi. Allah razı olsun. Rahmet hizmetinlerden Allah razı olsun. Bu cümleğin baş egmey işidin tişidin bugünkü günde Dünya Uyghur Qurultayını yo'qotib o'tish planiga qarshi chidab turibsizlar. Allah razı olsun hizmetinlerden mutluluk dileyim. Bu Dünya Uyghur Qurultayı bayan bir defa Dünya Uyghur Qurultayı hem de şu 10 yıllık faaliyeti jarayonida bu Dünya Uyghur Qurultayı'nın öküne reisimiz Dolqun Eysamı deb o'tdi, boshqalarni deb o'tdi. Bu uzun bir nimaninki davomi. Mesela Sharq Turkiston Milliy inqilobining davomi. 33 davlatning davomi deymiz. Andiki qurultaylar ichildi. Ökünümü biz bir yig'inda deyishdik. Mesela 1992 yili nimada İstanbul'da içilgan butuncu növbetlik dünya nima Sharq Turkiston Milliy Qurultayı'nın davamı. Bu muşundaq davamlaşıp kelayotgan bir teşkilat ve bir 10 yıllık faaliyeti jarayonida bu teşkilat bir ishonchiga erishdi xalqaro nima tarafidan. Jamoat tarafidan, xalqaro tashkilotlar tarafidan, nurg'un hukumatlar tarafidan, Yevropa parlamentosi mana bu daqiqadan cho'ng bir g'alaba, diplomatik bir g'alaba bu bizga. Hozir Yevropa parlamentoninki o'sha jazo lagerlari haqida bir qaror qabul qilishi bu Uyg'urlar uchun diplomatik bir g'alaba. Qancha Uyg'ur buni o'sha dunyoda faoliyati. U ish o'zligidan bo'lib qoldi deymizlar? Yo'q, uni necha oy bo'ldi bizningki uninga ishlayotganligimiz. Necha qitim Dolqun bodi bu yerda. Undan keyin do'stlik guruhini u yerda qurib chiqqan bilislarni Rabiya xonim berib unga qatnashdi, do'stlik guruhi qurildi u yerda. Şu dostluk grubu, şu yerdeki bizningki o'rnatgan do'stligimiz, o insanlar şu yerde 20 a'zosi var hozir do'stlik gurubininki. Muşularning hammasi mushundaq chambarchas biz bilan do'stlik bilan bog'langan insonlar. Muşular orqali bu yerda bu faoliyatni qilza oldi, bu nimani amalga oshira oldi. Uyg'urlar bir necha Uyg'ur ya'ni buni qilayotganda shuningga buningki ahamiyatini bilaydi. U ne ilaqi tushamaydi. U degan ayda bo'lib qolgan ish emas u. Qanchalik tasdiqda shunchalik necha yuz ilaqi parlament a'zosini mushunga ma'qul keltirib shunda qaror loyihasi. Chunki Yevropa ittifoqida qaror loyihasi chiqarish yomon tez. 28 davlat borunki hamma davlat shunga ma'qul deyish kerak. Bir davlat yo'q desa u qaror loyihasi u yerda chiqmaydi. Buni yomon taqdirlash kerak millatimizniki. Bu Amerika'da bo'layotgan ishlarni yani bu ba'zilar mesela Amerika'daki bazı gruplar bizga hayron qoladi. Mesela şu Uyg'urlarga ham de. Acayip bir yani kuchli bu ta'siringlar jiq ahamiyati sizlar diplomlar bo'ladi, nimalar bo'ladi deb sizlar qancha odam ishlaysizlar, qancha full time deydi, kun ishlaydigan adamlar borlar deydi. Yo bo'lmasa nüfus, qanchalik nüfus deydi. Biz 5-6 ming nüfusdek hammasi hayron qoladi. Bu shunchalik oz bo'lsalar desa. Bu yerda eng oz bo'lgan nüfusi oz bo'lgan millatlarmi bizga o'xshash har qayerda. Amerikadagi sonni demoqchimisizlar? Amerikadagi sonni. U Amerikaga har qaysi davlatlardan kelib qolgan Afrika bo'lsa, Osiyo bo'lsa, har qanday millatningki soni necha yuz mingga yetib bordi. En az bo'lganlar 80-90 ming kishi. Ama Uyg'urlar bizda mushunchalik az bir guruh turib, mushunchalik aqlliq bir siyosat bilan, aqlliq bir stratejik bir plan bilan mushu faoliyatlarni
bu özlüğünden de manda bu bağın, bir şeye erişip bağın değil mi? Evet. Mesela Dünya Uygur Kurultayı'nı 10 neçə yıl bana Rabia Hanım yetekçilik kıldı. Şu çağda şunda yaxşı faaliyetler ilip verildi. Şunundan kalan nimini davamlaştırıyoruz hem de. Hiç kandak nimi yok. Biz bunu davamlaştırırız. Her kandak tenkit nimi olsa o tenkitlerimi biz her kandak tenkitini kabul kılırız. Çünkü halkımız biz özümüz biz birbirimizge deymiz. Dolkun bilan bununla bununla gaplaşgan chaqda bizga hujum bo'lgan chaqda bununla biz mandaq ish qilamidinglar, mana qilishing kerak deb desa, biz uning qat'iy qabul olmaymiz. Faqat shaxsiyatimizga tegmay, tanqid bo'lsa uni qabul qilmaymiz, chunki xalqimiz bizdan nurg'un nima kutugdi. Demak, shu Dünya Uyg'ur Qurultayini bizning Uyg'ur xalqi o'zining shu xalqaro sahnada da'vo ilib berayotgan bir tashkiloti bir vekili de Tungaşka Dünya Uygur Kurultayı'na hücum kılıvatıdır. Mandak kılamıdır, andak kılamıdır. Biz bunu normal karşılayız. Bununla biz o çok. Deyimiz biz mani şendiriş verişimiz mümkün. Her kandak yerde. Ma sebepten mandalında bulanmay kaldı. Biz kolumuzdan kelgenler iken kılıvatımız. Lekin Dünya Uygur Kurultayı'nın şu bütün azalarının, hazırki şu icraiye komitesinin azalarının hemmesi özünki sahasida yetişken insanlar. Neçe 10 yıldan beri, 20-30 yıldan beri böyle dava edip beriyotgan insanlar. Bu teşkilat, bundak bir teşkilatını, yanı bir teşkilatını meydana keltirip, yanı bir teşkilatını kurup, Dünya Uygur Kurultayı'nın ornunu elip, muşunda halkara cemaatte yaratkan tesirini yaratış, bu 10 yıllar ketilgan bir iş. Şunun halkımız, bu şu Dünya Uygur Kurultayı'na ilgi çıkış gerek. Özününki bir teşkilatı da qaraş gerek, samimiyetiga işiniş gerek, bizninki o niyeti mandakmiki, andakmiki demesligi gerek. Çünkü hemmesi başka teşkilatlar olsun, şu yerde işleyotganlar, şu yerde faaliyet ilip beriyotganlarning hemmesi bu bizni tanıydı. Bizning niyetimizning nima bo'lganligini biladi. Şu bilib turib, mandakçı, andakçı deb hujumga qilmasligi kerak deb o'ylayman. Hemmesiga hurmatim bor, başka teşkilatlarda işleyotgan insonlarning hemmesiga. Hem teşkilatlara ben ufuk tilayman faaliyetlerinde ama lekin bir-birimizni nima qiladigan men chiqaman deb yana birisiga dastlab chiqadigan ishni qilmaydi. Rahmat. Allah razı olsun. En ahırda qildigan gaplar bo'lsa olaman, bo'lmasa programmani oyoqlashtiramiz. Rahmat, başka gap yo'q hamda ham degandek biz qo'limizdan kelganini qilamiz inshaalloh. Halkımız için bir iş qilamiz deb yo'lga chiqqan insonlar mushu nima Amerikada Dünya Uygur Kurultayı Avrupa'da bo'lsin, Amerikada bo'lsin hamma yerda xalqimizga qila oladigan ishninki eng oliyisini qilishga tirishimiz. Ya'ni qo'limizdan kelsinlar. Shu qo'limizdan nega uzansa shu yerga boramiz. Hech qanday fidokorlikdan qo'rqmaymiz. Hech qanday nima yolumuzda to'siyamaydi. Allah razı olsun. Rahmet, o'zlariga ko'p vaqtlarni oldim. Yana bir qatimda yana paranglashimiz Amerika bugungi Uyg'urlarningki bugungi vaziyatida mo'yim va nuqtaliq bir davlatga aylanyotidi ittifoqdoshlarimizga. Burun shundati, ammo yaqindan beri nihoyat jiddiy bir qiziq nuqta bo'latidi. Uning uchun Amerikani tushunishimiz kerak. Amerika'nın o'ylayotganlarini, qimmat qarashini, biz bilan qanchalik hamkorlasha oladi, qachongacha, qayoqqacha mangalaydi, oyoqqachimi, adoqqachimi, buni bilishimiz kerak, tadqiq qilishimiz kerak. Çok. Endi biz Amerika desak, Amerika bundaq qildi. Hamma davlatga bo'lgan bizniki musofimiz o'xshash bizga yordam qildi. O davlat bundaq ketsa, boshqa davlatniki nimasi ostiga kirib ketmaymiz hech qachon. Şu devletinin beradigan nimalardan biz halkımız için faydalanamiz. Shunchalik, yani bu devlet bütün bizning hech qanday ishimizga nima qilmoqlik, o'zimiz bu davoni shu mustaqil nimada ilib beraylik. Bizningki nishonimiz, nimamiz xalqimizni o'ziningki hur davlatiga erishtirish, shu nimada mangimiz, xalqlar har qanday boshqa tushunchalarga bo'lmasin. Hemmesinden samimi soraydıgan nimimiz bu şu. Bizden Dünya Uygur Kurultayı yani ki bütün şu icraiye komitedeki azalar namıdın hemmesine rahmet etimiz.
qo'llaganligiga rahmat etamiz. Buningdan keyinmi mushu qo'llashni davomlashtirishini so'rayman butun xalqimdan. Allah razı olsun. Bir qarindishimiz savol bor debdi. Bu telefon qilib so'ragan bo'lsangiz taxmin yaxshi bo'ladi. Agar telefon qilish imkoniyatingiz bo'lmasa, yazsanglar ham bo'ladi. Men shunga bir 2 sekund qarab baqay. Agar yozib qolsa sizdan so'rayman. Ma'qul. U savol kerakcharlikda bir narsani deb qo'ysam, qarindoshlar chunki programmani oyoqlashdi desak bo'ladi. Men hozir 3 soat 15 minut o'tdi shu suhbat ilib berilibdi. Ba'zan gap so'zlar bo'landi. Umar akamiz bilan biz muhabbatimiz bor. Ya'ni ba'zida bir chaqchaq so'zlar ham bo'ladi. Undan keyin bu o'limni eslatish degan qarindoshlar bu payg'ambarimizning sunnati. Sahobalar har zaman bir-biriga o'limni eslatgan. Men abay Umar akamizga 20 chaqchaq 20 rasolatda eslatgan bo'ldim. Umar akamiz bunga to'g'ri javobini bergan bo'ldi. Bu oraliqda Köreş Kösen Efendininki so'zi chiqdi. Köreş Kösen Efendininki men o'lmayman degan bir naqshi bor edi. Bu naqshni aytdi, keyin bu kishi vafot bo'lib ketdi yoki qaslandi desak, nima desak, buni biz endi hayotda yashadik. Buni nihoyatda biz nima turishimiz lozim, o'limga hozir turishimiz lozim. Menmi ham, Umar akimizmi ham, sizlarmi ham, hamma odam bizning rahbarlarimiz mayli asos qatlamda ishlayotgan, mujodala berayotgan qarindoshlarimiz bo'lsin. Hamma odamning beshida o'lim bor. Dunyodagi hayotimizdan savol so'roq qilinamiz, siyosiy hayotimizdan savol so'roq qilinamiz. Xitoyga qarshi qilgan amallarimizning mukofotini ko'ramiz. Qilmaganlarimiz uning jazosini ko'ramiz. Uning uchun men bu shaklda bundaq bir 20 chaqchaq 20 rost bo'lgan gap so'zlar bo'lindi. Buni to'g'ri tushunsangiz bo'ladi. Hemen yo'g'antib o'limning gapini qillar yoki shu mig'izlik qilmayli. Amerikamni o'tirib nima ish qilibdiq degandek bundaq gaplar bo'lib qolmasin. Ba'zi inkaslar qarta men tushundirish berib qo'yatman. Sizlar buni to'g'ri tushunadimi Amerika, ya'ni o'limni eslatganligimiz? Albatta. Chunki bu sohada eslatgan yaxshi, chunki shu o'limni eslatsa, eslagan sari texmi ish qilamiz ham demiş. O'lgicha bir ömrümün bahçede bir iş kılıp olayız deb xalqimizga Xudoyim buyursa qo'limizdan kelganini qilamiz. Chunki o'limni eslatish vaqtimizning cheksiz emasligini ko'rsatib qo'ydi bizga. Shuning bu cheklik vaqt ichida bir nimalarni qilib xalqimizning o'sha ustidagi ig'ir o'sha besimni, o'sha zulmni azaytish to'g'risida bir ishlarni qilib bir qila olsak, yengilliklarlasak, o dunyoga yuzimiz oq ketamiz. Şanın barıcı göşeye dep bu hayatımız, tınıkımız bağ vaxtada hizmet kılıp alalsak inşallah gayet güzel buludu. Xudoyim buyursa. Sizler bu sahada iş çoğun akalarımızdan birisi hem şu men hem de bizden bir gözümüz gör demez mi? Yani benim közeynikem yüzüp gidip bazı şıkkayı bir ay yok kaldı ama közeynek yok herhalde. Ama közem körep durmadı ki inqilab sahasida iş çoğun ay to'xtamay harakat qilib ay kech kunduz yeli bu yak chepib yurgan shaxslardan birisi sizlar. Allah razı olsun. Şuna ömürlerini Allah uzun qilsin. Qadamlarini mustahkam qilsin. Rahmat. Xizmatlarga muvaffaqiyat bersin Allah. Amerikada taxmi cho'ng ishlarni qilishlariga, Yevropada bo'lsin, qayerda bo'lsin tilakdoshlik bildiraman. Bu qitimliq diniy ulamolar to'planadigan yig'inga chaqirsanlar bizim barimiz inshaalloh. Buyursa. İnşallah. Buna qo'ysa aziz qarindoshlar, bugungi programmamiz mishadi oyoqlashadi. Hammanglarni yana bir qitimliq programmada ko'rishguncha Allohga topshiraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohga emanet. Assalomu alaykum. Rahmat.